hech qachon o'ylamaymiz organizm nima xohlayapti. Nima uchun bizni xalqimizda, meni vatanimda odamlar 60 dan uyog'iga o'tolmayapti? Men urri payg'ambar yoshiga kirdim deyapti-da, u yog'iga ketib qolyapti. Kechqurungi ovqat zahar, ertalabki foydali biladi, ertalab ovqat yeyishmaydi ular. Yengilroq qilaman, nafas gimnastika qilaman. Ana undan keyin nafas gimnastika kun bo'yi yetadi. Mana ko'pchilik o'ylaydi faqat kasal odam doktorga boradi. Yo'q, sog'lom odam borsin kasal bo'lmasligi uchun. Oyoq og'rib yotibdi. Va hamma joy shunday bir buket kasalda. Keyin men aytdim, endi men uning yuziga solmadimki, aptekangiz bormi, davolanib olmadingiz demadim. Shuncha apteka professordan ekansiz, nima doridan indamagani bo'ldi opa. To'g'rilaymiz xudo xohlasa, inshaalloh boshlaylik. Qachon yeyish kerak, nima yemaslik kerak, nimani qanday qilishni o'zi bilib oldi. Ha, demak men xalqimizni o'qitishimiz kerak ekan deb turib o'shanda o'rganganman. Vaqti bilan kim amal qilayotgan bo'lsa, ilm shu yoqqa qarab yurib turadi. Masalan, hozir ma'lum bir muddat Yevropaga o'tdimi hozir ilm. Endi Yevropa amal qilmay qoldi. Ko'pchilik narsa qilmayapti. Endi biz amal qilaylik, ilm bu yoqqa qarab qaytadi. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Mana bugun shu vaqtgacha Real Business Akademiyasi tomonidan SNG davlatlari, ya'ni O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonlik biznesmenlar ichida 2000 dan ortiq biznes egalarini natijaga chiqishga mana sabab bo'lgan bo'lsak, bulardan qisqa vaqt ichida 1-2 barobar emas, balki 100x natijaga erishgan shogirdimiz doktor Shermatov bilan birgalikda bugun mana suhbat uyushtiryapmiz. Suhbatni har bir insonga foydali bo'lishi uchun oddiy o'zimizni dehqonchasiga sodda qilib o'tkazmoqchimiz. Чтобы har bir bizni tinglovchilarga manfaatli bo'lsin, foydali bo'lsin. Assalomu alaykum doktor Shermatov, joningiz omon bo'lsin. Xush kelibsiz. Doktor Shermatov, bizda mana shuncha o'qidingiz, natijaga erishdingiz. Men bu natijalarni avvalambor Allohdan deb bilaman. Sizni ishingiz shunchalik barakali bo'ldiki, siz nafaqat haligi biznesda biznesmen sifatida qanaqadir daromad, balki 100x deganda men 100 barobar foydangizni emas, xalqqa, vatanimizga ko'rsatayotgan ishlaringizni natijasini aytyapman. Chunki siz haqiqatan oldinga qaraganda 100 barobar ko'proq insonlarga foydali bo'lyapsiz. Bitta savol sizga, doktor Shermatov. Har bir doktor biznes bilimlarini ham o'rganib, o'zini ishini xalqimiz atrofida rivojlantirishi kerakmikan yo yo'qmikan? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, rahmat. Bugun bizga ancha to'g'risini aytsam, sizning bizni hayotimizdagi rolingizni aytib o'tmoqchiman. Ya'ni men oldin shunday o'ylardim, bu menga bu narsani rivojlantirish kerak emas, ustoz kerak emas, biz natijalar zo'rki deb o'ylardim. Chunki haqiqatdan natijalarimiz yaxshi edi o'sha paytlarda ham. Lekin hech qanaqa qilib hammaga yetkazsam ekan degan fikr bo'lardi. Qanaqa qilib shuni yetkazsam ekan? Shuni bilaman, bilyapman. Ha, demak, masalan, yorug' katta narsa bor, lekin uni hech kimga ko'rsata olmadik. Rosa qiynaldik. Bir necha yil yurdik, uni qildik, buni qildik, u yoqdan urildik, bu yoqdan urildik. Hamma bizni qaytaradi. Lekin o'sha vaqtlarda shunday maqsad bo'lib qoldiki, men qandaydir qilib menga buni o'rgatadigan odam kerak deb o'ylab qoldim. Oldin men ustoz esa haligi medinstitutda o'qiganmiz, 10 yil o'qiganmiz. Medinstitutda shu o'qiganda shunaqa ustozni tavsiya qilib, shuni tasavvur qilganman. Haligi kitob toptirib, bunday o'qib, 5 bahang o'tir, 3 bahang o'tir. Ana shunaqa narsa o'ylaganman-da. Endi to'g'risi bu tasavvur bo'lmagan. Bunaqa ustozlik bunaqa bo'lishligini. Men nimaga o'xshataman? Masalan, men bitta mashina haydashni xohlayapman. Shu mashina bor, lekin mashinaning 4 ta bolani narigi tomonda, haligi motori u tomonda, kuzi bu tomonda, hali hadovoylar bu yoqqa sochilib yotibdi. Mashina har galda men sidinasida o'tiribman, hamma har yerda yotibdi. Faqat men yurmoqchiman-da. Shunaqa holatdaligini bilaman-da. Men masalan shunaqa holat dedim, shu sizga uchrashuv kelgunimcha. Undan keyin lekin men juda ko'p harakat qilardim, har xil kitoblarda o'qib, shu nimadir o'zgartirishim kerak, nimadir qilib. Bu talabalik davrimda bo'lgan shu. Faqat doim aytadi, ko'pchilik aytishi mumkin, ustoz qayerda, ustoz qanday topamiz deb. Keyin bitta joyda shuni o'qib qoldim. Sen qachon tayyor bo'lsang, shogird tayyor bo'lsa, ustoz topiladi. Men aytdim, tayyorman-ku. Nimadir qilishim kerak. Endi nima qildik, ustoz sekin nastavnikning videolarini ko'rib qoldim. Keyin shuni bitta joyga qarasamki, siz shunaqa joyda o'qigan ekansiz. Ya dedim,
mana birinchi ustoz bor ekan-ku, qanday bo'lmasin borishim kerak. Endi u paytlar hali qiyin, haligi iqtisodiy tomondan ham zo'r, u yog'i ham, bu yog'i ham yo'q. Keyin sizga sekin kelgandik, siz keyin birinchi kishi 4-kavushda o'qiganmiz. Birinchisida bizda yaxshi tomoni haligi och bo'lganmizda edik, o'sha tortishimiz kerak, nimanidir o'rganishimiz kerak. Birinchi maqsad qo'yishni aytdingiz. Hamma maqsad qo'ysin, yozsin. Nima qilmoqchisan? Masalan, shu kavushda oxirida nima qilmoqchisan? Nimaga erishmoqchiman? Endi o'sha paytdagi 2x deb yozib qo'ydim. Ya'ni ustoz aytyapti, 2x yozaylik. 2x yozdik. Undan keyin siz bizga haligi o'tirgan mashinamizni qanaqa qilib tuzishni o'rgatgansizda. Mana balonni bu yoqqa qo'ygan. Mana buni kuzovni bu yoqqa qo'ygan. Motoring mana bu joyga tursin. Mana kabinang bunaqa tursin. Haligi monitor bunaqa tursin. Ana shunaqa narsa o'rgatgansiz. Ana undan keyin mashinani shunday o'tirsak, gazda bo'lsa ketib qolar ekan bu. Shunda ko'rdimki, ustozning hayotdagi ahamiyatini. Ya'ni sizda juda katta minnatdorchilik bildiramanki, bizni oldingi medinusda o'qigan ilm bilan hech narsa bo'lmas ekan bu. Meditsinani o'rgatar ekan. Lekin xalqqa qaytib yetkazish kerak shuni. Qaytib ko'rsatish kerak shuni. Nima qilish kerak? Xalq nima xohlab turibdi? Uni boshqacha ko'z bilan ko'rish kerak. Haligi biz 4 ta dorini yozsam kerak yoki buni kasal kelyapti, buni davolashim kerak, u boshqa narsa ekan. Siz aytayotgan narsa boshqa narsa ekan. Haligi xalqni aynan og'riqli joyini topishni sizlar o'rgatgansizlar. Ya'ni biznes ko'zi bilan qarasa yoki bo'lsamga xalq nimadan qiynalyapti? Nima qiynayapti hozir? Xalqimiz nimaga qiynalib sog'lig'idan ketyapti? Masalan, juda ko'p qiynalgan, masalan, haligi xalqimizda oldimga kelar edi, otaxonlar keladi, onaxonlar keladi. Bir umr ishlagan, pulini ketkazgan, vaqtini ketkazgan, pensiya yiqqan. Pensiya yiqqandan keyin shunday pensiyaga chiqqan puli bilan endi sog'lig'ini to'g'rilolmaydi. Harakat qiladi, bu yog'iga tortsa, bu yog' ochilib qoladi, bu yog'iga tortsa, bu yog' ochilib qoladi. Endi nima qiladi? Keyin bolasiga og'irlik tushadi. Hali masalan bizga keladi, ba'zi bitta operatsiyalar ko'rsangiz 60 million, 100 million, undan plus minus ham bor. Endi odamlar nima qiladi? O'shani oddiyroq qanaqa qilib davolash mumkin? Ana shu narsani siz bizga xalqqa qanday yetkazishni o'rgatdingiz? Haligi mashinani qanday yig'ishdi-yu, uni qanaqa qilib gazda haydashdi, qanaqa qilib ko'proq joyga borishdi, ko'proq yurishdi. Biz oldin Surxondaryoda bir chekkara joyda o'tirganmiz, bir haligi 2 xonali joy olganmiz birinchi. Shunaqa joydan chiqqanmizki, demak shunaqa joyda ishlab turganmiz. Alhamdulillah hozir mana shu darajaga nima bo'ldiki, u mashina samolyot bo'lib ketib qoldi ustoz. Haligi mashina masalan haligi shunday tez yurib ketib qoldi. Nimaga? Hali xalqni og'riqli joyini topa oldik. Siz bizga topishni o'rgatdingiz, to'g'ri. Nima qilish kerak? Mana bunday qilish kerak. Strategiya qanday qo'yilish kerak? Odamlarga qanday yordam berish kerak? Ularni qanday qilib og'riqli joyiga malham berish kerak? Haligi pulini qanday cho'ntagiga olib qolish kerak? 60 millionni cho'ntagiga olib qolish kerak, qanday arzon davolash kerak? Shunaqa vaqtlar bo'ldi. Yuragingizga stent qo'yamiz, 70 million deganlarda biz 5 million bilan davolab qo'ya qoldik-da. Qancha 60 million puli yoniga qoldi odamning. Mana hozir ham bitta Qirg'izistonda bir xolamiz keldi yaqinda, 20 yil davolangan, 20 yil hamma yerga borib davolangan. U 20 yil umri endi biz haligi ba'zilarga qancha o'qidingiz? 10 yil desa, 10 yil deb boradi-da. 20 yil og'riq bilan yashash, 20 yil qiynalib yashash, 20 yil bolasidan u bolamaga qaraydi, bolam qachon pul berasan, davolanish kerak. Bolasi har doim imkoni bor, yo'q bor. Endi bular og'riqli-da ota-ona uchun. Doim bolasidan pul ber, bu davolga tuzalmayapsizmi? Hali ham tuzalmadi. Lekin barakat topsin shular davolatgan. Lekin bizga mana keldi. Sizni anaqa qilganingizdan keyin shu Qirg'izistondan adashmasam keldi. Kelgandan keyin lecheniya qildik, adashib 4 kursni lecheniya qildik. Tuppa-tuzuk, soppa-soq chopib yuribdi. Oldingidan yaxshi. Hassa bilan kelishadi, operatsiya qilish kerak. Yo'q. Hassasi bilan kelib, hassalarni tashib ketgan qanchada. Bu sizni qilayotgan ishingizni men juda ham qadrlayman. Hech qaysi chempion ustozsiz bo'lmas ekan chempion. Bu ustozning o'rnini men shunda ko'rdim. Hayotdagi ustoz qanaqa bo'ladi? Siz bizni shuna qolibga solgansizda. Mana bunday qilasizlar, mana buni bunday qilasizlar, bu tomonga bunday qilasizlar. Ana undan keyin endi bu yoqqa qarab yurasizlar. Haligi biz qorong'i ko'chalarda ko'zimiz yumuq holatda qayoqqa qarab yurishni bilan bir yerda aylanib yotgan bo'lsak, siz bizga o'rgatdingizki, xalqqa qanday yordam berish kerak? Nima qilish kerak? Sog'liq qanaqa? Sog'liqqa qanday erishtirish kerak? Masshtablashtirish, ya'ni kattalab qanaqa qilib tizim qilish kerak? Nimani qayerga qo'yish kerak? Hali mashinani aytgandek, balonni qayerga qo'yish kerak? Motorni qayerga qo'yish kerak?
tablo qayerga turish kerak, ana shuni o'rgatgansizda ustoz. Joningiz omon bo'lsin. Qarang, doktor Shermatov. Mana shu siz endi 10 yil o'qidingiz. 10 yil o'qidingiz. Shuncha payt o'zingiz masalan o'qituvchilik qildingiz. Ham vrachsiz, ham mana Toshmiyda adashmasam filialida o'qituvchilik ham qildingiz. Necha yil o'qituvchi bo'ldingiz? 5 yil bo'ldimda ustoz, 5 yil o'qituvchilik 5 yil o'qituvchilik qildingiz. Undan tashqari o'sha mana hozir o'sha boya raqamlarda aytgan bo'lsak, mana 100 barobar agar ko'proq odamlarga manfaatli bo'lyapsiz, 100 barobar sharoit yaxshilashdi. Tem bo'ldi o'sha boshlagan vaqtimiz Surxondaryoda, Termizda boshlaganmiz. Shunday. Hozirgi paytda demak, nechta tochkalarimiz bor bizning? Filiallarimiz yoki klinikalarimiz? Endi hozirgi Farg'onada bitta shogirdimiz, Toshkentda ikkita joyda qildik hozir. Keyingi Surxondaryoda ham ikkita joyda. Jami 5 ta joyda bo'ldi hozirgi. Demak, hozirgi paytda bitta bo'lgan, hozirgi paytda 5 ta bo'ldi. To'g'ri tushundimmi? Endi u bitta qanaqa edi ustoz, to'g'risini o'zim aytib beray. Endi haligi aytdim, bir burchakkanada 4 tagina xonaga haligi o'tirardik. Bitta ana bir kishi kelsa, ko'rib qo'yib, bir kishi bir kunda 2 ta 3 ta odamni haligi ko'rardik, lekin hayotga ishtiyoq yo'q, xohish yo'q. Nega? Chunki natija bor-u, men o'ylaganmanki, natijalarimiz zo'r bo'lsa, o'zi odamlar bizni izlab keladi. Natijamiz zo'r bo'lsa, mana bilyapsiz-ku, men bilib o'tiribman-ku. Ana undan keyin sizga o'qishga kelganimdan keyin shunday narsalar paydo bo'ldiki, siz bir kitob o'qittirdingiz. Haligi meditsinadan keyin ham boshqa kitob o'qishligini tushuntirib qoldingiz. Undan keyin biz kitob o'qiyotgan paytimda shunday ertalab man poxotga degan qilasiz, odamlar doim shuning uchun ham rahmat, men juda ko'p o'zgarganman shu narsada. O'zimni haligi tuxumning ichidan yorib chiqish degan narsa bor. Haligi ustozlar shunday qilar ekanki, tuxumning ustini shunday urib yorib qo'ymas ekan. Sizga shu tuxumning ichidan yorib chiqishni o'rgatar ekan. Bir donishmandlarning gapi borki, odam hayotda yashash uchun yoki bo'lmasam shu tuxumning ichida hayot chiqishi uchun uni birinchi ichidan yorib chiqish kerak. Ichidan yorib chiqmasa, ustidan urgani bo'lmaydi. Doktor Shermatov, bugun men ko'proq meditsina haqida gaplashmoqchiman. Hozir sizga mikrofon bersam, faqat meni maqtaganga to'g'ri kelyapti. Keyin bugun meni maqtamaymiz, doktor Shermatov. Bugun podkastimizda ko'proq meditsina haqida, odamlarga manfaatli bo'lish haqida gaplashsakda. Avvalambor yana qaytarib aytaman, doktor Shermatov, sizni natijangiz Allohning bergan barakasi, qilgan mehnatingizni natijasi hisoblaymiz. Qayerdadir biz sababchi bo'lgan bo'lsak, biz xursandmiz. Biz endi tayyor instrumentlarni beramiz, klientni ko'paytirishni, sotuvni oshirishni yoki hisob-kitoblarni to'g'rilashni. Siz amal qildingiz, natijaga erishdingiz. Bu endi instrumentlar deb hisoblaylik. O'sha 1 yillik hozirgi ertalab turib, voxlab o'tirib kitob o'qishni ham hamma ham qilavermaydi, lekin sizga aytdik, siz qildingiz va natijaga erishdingiz. Alloh barakasini bersin. Doktor Shermatov, men uchun bitta aktual mavzu bor. Men dunyoni kezaman, dunyoni aylanaman. Shu paytgacha butun dunyoda bir nechta davlatlarga aylansam, nima uchun ko'p davlatlarda, Yevropada yoki men Tibetga bordim, Xitoyga bordim yoki Yaponiyada ko'ryapman-da, odamlar 80-90, 100 ga yetib olyapti. Nima uchun bizning xalqimizda, meni vatanimda odamlar 60 dan uyog'iga o'ta olmayapti? Mana siz doktorsiz. Nima uchun bizda 63 ga kirsa odamlar, men urri payg'ambar yoshiga kirdim deyapti-da, u yog'iga ketib qolyapti. Buni qanaqadir sabablari bormi? Nima uchun bunday bo'lyapti hozir? Endi ustoz, siz bizni haqiqiy doktorligimizni ko'rsatdingiz. Bu juda dolzarb mavzu, bu juda og'riqli mavzu bu. Nimagaki biz bong uramizki, biz odamlar davolayapmiz deb, aslida biz davolamaymiz. Ya'ni ular ko'pchilik, ya'ni boshqa qo'shtirnoq ichidagilar davolashmaydi ular. Ular faqat biznes qilishadi ko'proq. Nega? Siz masalan hozirda shu ba'zi bitta davolash usullari bor, ya'ni kimyoviy preparat organizmga yot narsa bu doim. Yot narsa. Masalan, siz kimyoviy preparatni bugun bitta dorini ichsangiz, kimyoviy preparat ikkinchi joyingizni, 5 ta joyingizni buzib ketib qoladi. U bitta joyga foyda beradi. O'sha dorilar ko'proq zarar. Shunday. Bu realni, bu fakt. Men shu narsani kasallar misolida aytsam shuni tushunishadi-da. Mana men sizda o'sha ichki shifokor degan narsani o'qiganimizdan keyin xalqimizda shunday odamlar keldiki, ular 5 yillab dori ichishgan. 5 talab, 10 talab dori ichishgan. Ular tuzalmoqchi bo'lib ichganda, hali ham 20 yil dori ichganda, ular bor pulini ba'zida doriga sarflashadi. Shunday oilaga yana bu pensiya keladi, doriga urishadi. Shular yetmaydi. Shular yetmaydi. Nega yetmayapti desa, bizda birinchi tibbiyot to'g'risi o'lgan. Tibbiyotimiz yo'q bizda. Tibbiyot yo'qligi nimada?
shunday ko'rishingiz mumkin, aptekalar hamma yerda bosib yotganda. Ya'ni odamlarimiz yoki bo'lmasa xalqimizni birinchisi qilayotgan ishi doktorlar tomonidan nima qiladigan bo'lsak, biz ularni davolamaymiz. Biz faqat simptomni yo'qotib turamiz. Bosh og'rig'imi? Bosh og'rig'i. Davleniyami? Tushiramiz. Isitmami? Tushiramiz. Qorin og'rig'imi? Og'riq qoldiruvchi beramiz. Ich ketdimi? Ich to'xtatuvchi beramiz. Hech qachon o'ylamaymiz organizm nima xohlayapti deb. Organizm nima xohlaydi? Organizm birinchi bizga yordam bermoqchi bo'ladi. Har doim yordam bermoqchi bo'ladi. Misoli kimdir agar biron bitta joyi og'risa, boshi og'ridimi, oyog'i og'ridimi yoki bo'lmasa davleniya chiqyapti, temperatura chiqyaptimi yoki bo'lmasa beli qotib qoldimi, buyragimi yoki bo'lmasa farqi yo'q, ko'zimi xohlagan organdan biron bitta belgi berayotgan bo'lsa, bu ichkaridagi doktor bizga signal berayotgan bo'ladi. Ey, buzilayapti, shu yerni buzyapsizlar deb. Endi hali vrachlar tomonidan aytgandim, vrachlarimiz shu belgini yo'qotishadi doim. Ya'ni ximyoviy preparat qancha qilsangiz, bu belgi yo'qoladi. Belgi yo'qoldi degan nima degan? Bitta joyda pajar bo'lyapti, pajar bo'lyapti, kelinglar chopinglar desa, odamlar shartta bittasi kelganda og'zingni o'chir deb tip uradi, yotadi u. Ana pajarni aytmaydi. Ana shu pajarni aytmaslikni o'rgatadigan u ximyoviy preparatlar bo'ladi. Biz keyin shu ichki shifokorimiz bor, shoshmay turing. Buni o'rgating deb doim harakat qildim. Men masalan 5 yil tibbiyotda o'qitgan bo'lsam, talabalarimga aytishga harakat qildim. Ey, shoshma, bu boshqacha narsa. Bu boshqacha narsa. Bunisi basal boshqacha. Ular aytardi, ustoz, xo'p, nima qilib yurasiz bo'lmasamga? Shu nimaga davolamayapsiz shuni? Buni kitobda yo'q, bunda kitobda yo'q, bunda yo'q. Shoshmay turinglar, boshqacha o'ylab ko'raylik. Odamlar nima uchun oldin 100 yil yashagan yoki bo'lmasa Xitoy yoki Yaponiya nima uchun ular 83 yil yashayapti? Nimaga 80 yoshdan oshib ketyaptilar? Biz nimaga osha olmayapmiz? O'y, bizda bobomizning beli og'rigan, davleniyasi chiqqan, oyog'i ishlamay qolgan, yurolmay qolgan, operatsiya qilib, operatsiyadan keyin ham yurolmayapti, beli qot grijdan bo'lib qolgan yoki bo'lmasa shu odamning oshqozoni og'rib yotdi, ovqat hazm bo'lmaydi, ovqat hazm bo'lsa davleniya ko'tarilib ketdi. Nimaga bunday bo'lyapti? Deganda ular sal boshqacha o'ylashga harakat ularni o'rgatolmadi. Oxiri nega? Chunki kallalarni boshqacha shablonga solib chiqqanmiz. Ana undan keyin xalqqa tushuntirishga harakat qildim. Nimaga? Xalq noto'g'ri ovqatlanib boshladi. Noto'g'ri yeyapti, noto'g'ri ichyapti. Xalqimiz o'zlari odatlar degan narsa. Masalan, o'tgan kuni ham siz ba'zi ularga odamlarga savol berasiz, zo'r savol berasiz, nima odatlarni o'zgartirdingiz? Nima odatlar qilish kerak? Xalqimizning noto'g'ri odatlari bor. U qon-qoniga singib ketgan odatlari bor. Amalda siras aytib ketaylik, nima yomon odatlarini ko'ramiz? Birinchi navbatda xalqimiz biladi, amal qilmaydi. Biladi, amal qilmaydi. Nimaga? Kechqurungi ovqatda. Zahar kechqurun yemang desa ham shu bolalariga ham beradi, ota-onasiga ham beradi. Eng yaxshi ko'rgan odam kechqurun ovqat beradi. Chunki bizni mentalitetimizda, SNG mentalitetida zavtrak yo qiladi, yo qilmaydi, obedga ulgurmaydi, kechqurun ujinda dasturxon oila davrasida oshni, lag'manni yoki boshqa narsani yeyish kerak. 5 barmoq. Shunday. Bularga yemang desa, ularga xuddi boshqacha, lekin ular bilish kerak, zaharligini bilish kerak. Otasiga zahar beryapti, onasiga zahar beryapti, bolasiga zahar, o'ziga zahar beryapti. Kechqurungi ovqat zaharligini hamma tushunish kerak. Xuddi shu, birinchi qoida shu. Bu asosiy hech qayerda buzib bo'lmaydigan qoida bu. Kimdir yeyapti, uni sog'lig'i ketyapti. Buni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ham isbotlab qo'yibdiki, kechqurun ovqat yeydigan odamlarda insult, infarkt, sahr, davleniya eng og'ir kasalliklar, o'smalar shunda uchraydi. Ertalab ovqat yegan odamda bu narsa kam bo'ladi. Ana ikkinchi qoida, ertalab ovqat yeyish kerakligi asosiy narsa. Mana hozir kechqurun ovqat yeydi, o't qopi tiqilgan, jigar tiqilgan, ichakda ovqat hazm bo'lmay qolgan, tiqilib qolgan ovqat. Ana ertalab tursa, og'zi achchiq, har xil hidlar kelib, boshqacha lanch bo'lib, bo'shashib, xohish yo'q hayotga. Ana undan keyin nima ishtaha bo'lmaydi. Chunki qorinda to'la turibdi kechagi ovqat. Endi u ovqat bijg'iydi, achiydi, chiriydi, eng kuchli zahar paydo bo'ladi. Odamlarni kasal qilish uchun unga biron bitta narsa qilish kerak emas. Ular ovqat bersa bo'ldi. Kechqurun ovqat bersangiz bo'ldi, odam kasal bo'laveradi. U Ki aptekadan dori sotamiz orqasidan. Ana undan keyin nima qiladi? Xalq o'zini o'zi kasal qildimi? Xalq bizning oldimizga keladi. Voy boshim, voy oyog'im, voy oshqozonim deb kelgandan keyin vrach majbur bunga yozadi. Haligi dorini majbur beradi. Chunki qayerdan buzdi? Xalq o'zi ovqatni buzdi. Ikkinchisi, bilib turib amal qilishmaydi. Hali kechqurungi ovqat zahar, ertalabki foydalini biladi, ertalab ovqat yeyishmaydi ular. Nimaga kechqurun ertalab ovqat yemaydi desa, ular kechqurungi ovqat ishtahani bo'g'ib tashlagan bo'ladi. Endi ovqat yeyishmaydi. Shakar choyni ichsa ichadi, yoki bo'lmasa bir narsa yeydi, bo'lmasa ketib qolishadi. Unda ovqat ye. Eng zo'r ovqat hazm bo'ladigan vaqt
7dan 5dan 7 ertalabki vaqt. Shuning uchun aytadiki, ertalabki ovqatni o'zing yegin. Bu eng zo'r foyda. Kechqurun ovqat hazm bo'ladigan vaqt emas, kechqurun zahar tozalanadigan vaqt. Bizning organizm kechqurun zahar tozalashi kerak edi aslida. Shu qonimizni tozalab, boshimizdan, qulog'imizdan, ko'zimizdan hamma joydan zaharni tortib olish kerak edi. Shuning uchun bizning boshimiz og'riydi, shuning uchun bizning ko'zimiz ko'zlaringga ketadi, shuning uchun oyog'imiz og'riyapti, shuning uchun belimiz qotib yotdi, yo buyragimizda toshimiz bor, oyog'imizda tuzimiz bor, yoki jenskiyda, yo prostata ayshib yotdi. Nega? Hammasi o'zi ovqat tiqilib qolganda. Endi nima qiladi desangiz, u odamlarning eng xatosi ovqatlanish tartibi ham xatoda. Mana o'tgan kuni men rahmat sizga bir ikkita joyda biznes klub doirasida borganmiz. Eng hashamatli zo'r joylarda birinchi suv olib kelib qo'yadi. Suv o'tiribmiz, qachon kelar ekan ovqat? Suv olib kelib qo'ydi. Suv ichib bo'lgandan keyin yana birozda o'tiribmiz dedi, qachon ovqat kerak? Yo'q. Ko'p salat haligi o'to'landi, ko'p salat olib kelib qo'ydi. Endi yana o'tirib ovqati yo'q ekanda. Hali birinchi sizlarning darsda shunaqa bo'lganda biz o'tiribmiz, ovqat yo'q. Hali keyin salat yedik, o'tiribmiz, yana o'tiribmiz. Ular bilar ekan. Ular insonning qadrini haligi bilar ekan, qanday qilish kerak. Birinchi suvni ichish kerak, keyin salatni yeyishlik kerak, undan keyin ovqat olib berishdi. Nega? Oshqozonda ovqat har xil hazm bo'ladi. Oshqozonga suv shunday tushsa bu hazm bo'lmaydi. Shunday elaydi, shunday o'tib ketadi. Bo'ldi. Buni masalasi hal bo'ldi. Ikkinchisi salat. Salat tezroq hazm bo'ladi. Uni yaxshilab chaynab yesangiz, ana undan keyin u oshqozonga shunday tushadi-da, suvning izidan borib tushib turadi. Endi oshqozon uni 1 soatda 2 soat hazm qilib oladi. Endi og'irroq ovqatlar bo'lsa, u oshqozonga tushish kerak, tayyor bo'lish kerak, parchalanish kerak. Undan keyin hal luqma holatidagi sal yumshagandan keyin ichakka unga 4-5 soat o'tadi. Ana shu narsa to'g'ri ovqatlanish tartibi shunday. Ko'pchilik buni biladi, yo bilsa ham amal qilmaydi, yoki bo'lmasa shuni amal qilmagani uchun ham o'sma kasalliklar, og'ir kasallikka uchrab yotibmiz. Demak, hozir o'sha to'g'ri ovqatlanmaganimiz uchun, ujinni, ya'ni o'sha kechki ovqatni yeganimiz uchun asosiy kasalliklarimiz bor va buni orqasidan meditsinada barcha dorilar, o'sha dori bizneslari zo'r rivojlanyapti. Takka o'zimizni o'zimiz kasal qilib beryapmiz. Bu fakt, to'g'rimi? Shunday. Zo'r. Shunday. Endi men bu narsani haligi bobomiz Ibn Sinoning kitoblarida ham bir o'qigandim. O'sha ertalabki ovqatni o'zing yegin, obeddagi ovqatni do'sting bilan yegin, kechki ovqatni dushmaningga bergin. Demak, bizning xalqimiz o'ziga o'zi dushman, o'zi yeydi-da, to'g'ri tushundimmi? Shunday. Jonlar omon bo'lsin. Demak, hurmatli tinglovchilar, demak siz o'zingizga o'zingiz kechqurungi ovqatni beryapsiz. Bu degani o'zimizga o'zimiz dushmanmiz. Kelajakda yana doktorlarga borib, aptekaga borib dori yozib beradi, ichimizni apteka qilamiz. Demak, xuddi shu ketyapmiz hozir. Bitta savolda mana ko'p davlatlarga boraman, mana Saudiya yoki boyagi Singapur, Malayziya, bu davlatlarda apteka topolmayman men. Ularda demak to'g'ri ovqatlanishni ular biladimi yo ularga o'rgatganmi? Buni qanday tushunamiz bu? Men masalan ko'rmayman, realni mana Singapurga, Malayziyaga yoki boyagi Saudiyaga borganimda ko'raman, real apteka yo'q, topa olmaysiz. Prям yo'q. Bizda bitta narsa mentalitet yoki bo'lmasa ota bobolarimizdan ko'rgan ishlarimiz bor ustoz. Ota bobolarimizdan ko'rgan ishni qilishgan juda ko'pchilik odamlar. Hozir sotsial setlar yoki bo'lmasa internet shunaqa rivojlanib ketib qoldiki, xalqimiz buni o'rganishi kerak. Bular bizning xalqimiz bilmay qoldi, o'rganmay qoldi yoki bo'lmasa tushunmay qoldi. Bizda shu odamlarimiz haligi to'yini ham, o'tirishni ham, tug'ilgan nimasini kechqurun qilaverdi-da, odamlar o'rganib qoldi, demak kechqurun ovqat yeyish kerak ekan. Bayramlarga olib kelib zahar qo'yishni ham odamlar odat, haligi xo'ja ko'rsin deydi bizda. Bu nima deydi? Bayram qilmasam, bu nima deydi? O'tirish qilmasam, kechqurun haligi o'tirmasak, yo bunaqa ana shunaqa narsa bo'lib ketib qoldi. Shu narsa odamlarimiz xorqib tashladi. Bu degani odamlarimiz hatto bolalariga ham zaharni olib kelib ichirayapti. Ya'ni haligi turli xil gazli, boshqa desa bayram qilyapmiz deydi. Bayramda zahar ich degan joy yo'q-da. Bayramda zahar olib kelib qo'y degan joy yo'q. Shuni odamlarimiz haligi chetkada ichayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi joylar Siz zahar deganda spirtno ichimliklarni nazarda tutyapsizmi? Aroq, konyak, shampanni yoki oddiy kola, fanta, bu shirin kola, fantalar nazarda tutyapsizmi? Kola fantada ustoz. Masalan, kola fantalarda uning ichida shakari ko'p juda. U narkotikka o'xshash ta'sir qiladi organizm, bolachalarga. U xotirani bloklaydi. Yoki bo'lmasa o'sish ichki organlari buzadi, jigarni ketkizadi, buyragini ketkizadi. Undan keyin ichakda ishni buzib tashlaydi. Endi yegan ovqat hazm bo'lmaydi.
bola shuning uchun yoshgina bolachalar olib kelishadi, injiq, lanj, asabiy, xotira ketgan, gaplashish yaxshi emas, o'sish yaxshi emas, yoki bo'lmasa bolada ho'llab qo'yadigan bolachalar ko'p, yoki rivojlanmay qolgan bolachalar ko'p. Nima qilyapti? Bog'chaga olib boradi, maktabga olib boradi, hech qaysi kalla ishlamaydi. Nega? Bu ota-ona ovqatga berganda, shirinlikni bergan. Men bitta shu hayotdan misol aytayin, endi balaga ba'zi odamlar yo'q, uncha emasdir deyishligi mumkin-da, balaga odamlar. Bitta shu talabalik davrimlarida bir boy odamni uyiga bordim. Endi men talabaman, shu paytlarda ham kasal davolab yurgan ekanman. Shuna uyga bordim, bir aka rostdan boy ekan, keyin shunday bordida, "Xo'p, mayli dedi, men dedi shunaqa narsalar qilsam bolalarim tuzaladimi?" dedi. Yoshgina bolachasining birinchi ko'ngli aynib yotdi. Birinchi sinf bolasini bosh og'riydi. Ayolni cheripni bor. Haligi xo'jayinning davleniyasi bor. Hammasi kasal. Bitta oila, pul bor, imkoniyat bor, lekin hammasi kasal. Men hayron qoldim. Bu nimaga bunaqa ekan bular? Endi u paytda men bunaqa darajada tushunmaganman. Ovqatni qanchalik ahamiyati bor. Chunki bizda faqat dori o'qitilganda, ustoz. 10 yil o'qigan bo'lsa, faqat dori yozishni o'rgatadi bizga. Boshi og'risa bu dori, davleniya chiqsa bu dori, ichib ketsa bu dori, bunday bo'lsa bu dori. Keyin uni ahamiyat bermaganman. Endi tushunyapmanki, ular nima yerkan, haligi pul bo'lgandan keyin oldin kalbasasini ham olishgan, saskasini ham olishgan. Bular aslida oshqozon ichakda buzib ketadi. Keyin haligi har xil rangli ichimliklar ichirishgan bolani rangli ichimlik ichirgandan keyin yoshlarni qaritadigan ta'sir qiladi bu. Ya'ni biz yosh bolachalar keladi, 20-30 yosh, ya'ni energetik ichgan, kola pepsini ichgan, rangli suvni ichgan, 70 yoshli bobodek quvvati yo'q. Farzand bo'lmayotibdi, erkaklik quvvati bo'lmay, uylanmay chopib yuribdi. Yoki bo'lmasa uylansa, bolasi necha yildan beri besplodli bo'lib yuribdi. Nega desangiz, ular hammasi mana shu ishni qilishadi. Haligi bolalar oddiy mana shu suvdan ko'ra haligi gazli ichimliklar ichsa avtoritetimi yoki bo'lmasa o'zini haligi hurmati oshadimi deb o'ylashini bilmayman qanaqa, lekin ular mana shunday qilishadi. Bayramlarda ham biz shu oddiy suv bilan o'tkazsak bo'ladi aslida. Yo'q, shuni qo'yishimiz kerak-da. Mana buni hurmatimiz bo'lsin, hurmatimiz uchun qo'yaylik yoki bo'lmasa bu odamlar nima deydi. Undan keyin haligi narsani qo'ydi. Endi bolalari mana shu odamning qancha puli bo'lmasin, qancha imkoniyati bo'lmasin, hammasi kasalda. Hammasi kasal. Bu odam nima qilish kerak edi? Pulni to'g'ri ishlatishni o'rganish kerak yoki bo'lmasa puliga nima sotib olishni bilish kerak edi. U odam mana shu oddiy narsalarda. Masalan, siz ham yoki bo'lmasa boshqa odamlar ham bilish kerakki, to'g'ri ovqatlanish o'zi nima? Nimani to'g'rilashimiz kerak edi? Nimani to'g'rilash kerak odamlar? Oddiy narsani to'g'rilasa bo'ldi. Ular dabdabali hayot bilan sog'liq kelmaydi. Shuni tushunish kerak. Masalan, dabdabali hayotga million pul bilan sog'liq kelmaydi. Yoki bo'lmasa ko'p narsani ukol dori bilan sog'liq kelmaydi. Yoki bo'lmasa qayerlar chet davlatlarda mana hozir ba'zi bitta joylarda ko'rsangiz, "Voy, mana jigari quryapti, mana buyragi quryapti, mana davleniyasi ketyapti, bu pul yo'q" deb chopib yurganlar qancha. Ular ham yaxshi, to'g'ri ish qilayotgandir. Lekin xalqimizda birinchi sog'lig'ini kim buzayapti deb o'ylab savol berish. Kim buzdi shuni? Kim shunga ovqat berdi? O'zi ovqat yedi-ku. Kechqurungi ovqatni mana hozir aytdik. Mana siz hozir aytdingiz, eng asosiy muammo nima ekan? Kechqurungi ovqatda ekan. Kechqurungi ovqat yemaslik kerak ekan, shunda biz doktorga bormas ekanmiz. Endi shuni hozir shuni eshitdim, odamlar yeydi hozir. Shuni eshitib turibdi. Ha, demak kechqurungi ovqat zahar ekan. Olinglar. Ha, buguncha olib turaylik, ertaga to'xtatamiz deyishadi. Nega? Ana shu amal yo'qligida-da. Agarda masalan siz aytganingiz, demak, men hayotiy misollarda aytishga harakat qilamanki, odamlar tuzalyapti. Mana bizga ichki shifokor deganini qilib o'ylab chiqdik, o'sha odamlarni. Shu narsa haqida qisqacha tushunarli qilib aytib bering. Ichki shifokor deganda, mana endi biz bilamiz, biz obunachilarimizga podrobno tushuntirib bering. O'zi ichki shifokor nima va qandoq qilib uyg'otishimiz kerak bu narsani? Eng zo'r ishlaydigan, eng mukammal tizim bor ustoz. Shu eng mukammal tizim bu odamning tanasining o'zi. Buni yaratganni o'zi yaratib qo'ygan. U bor, hammada bor. Shu tirik jon bormi? Biz masalan bola tug'ildimi bor. 70 yoshda ham bor, 50 yoshda ham bor, 40 yoshda ham hammada bor bu. Hammaning shu sistemasi turibdi, faqatgina u o'zini o'zi davolaydi. Qo'limiz kesilib ketsami, biron yara bo'lsami, biron bir joyimiz, biron bir shikast yesak, hech qachon biz tuzal demasak ham tuzaladi. Bu aniq qoida, qonun shunaqa. Misol, hozir men ichimdagi qon aylanishimni o'zim to'g'rilamayapman. O'zi aylanadi. Sistema bor. Eng buyuk sistema shu yerda. Ko'zimga qon kesin deb aytmayman. Qon o'zi keladi. Boshimga qon kesin deb aytmayman. Qon o'zi keladi. Yoki oyog'im mening yaxshi bo'lib tursin deb aytmayman. Oyog'imga quvvat o'zi keladi. Bu sistema shunaqa. Ovqatni yegandan keyin o'tirmayman. Qani qaysi ferment ishlab chiqarish kerak demayman. Shunday ovqat tushdimi, sistema ishlaydi. Demak bu bunaqa ovqat yedi.
yoki uglevod yedi, yoki oqsil yedi, yoki aminokislotlar ishlab chiqar, tir ishlab chiqaradi. Ana undan keyin qarang qanaqa mukammal ishlaydi. Bu minutmi, sekundmi har bittasi do'li sekundlargacha to'g'ri ishlaydi. Bu eng mukammal sistema. Mana shu sistema hammani Alloh taolo tomonidan tabiiy berib qo'yibgan bizga. Banda mana shuni ishlat. Ana endi hali bizning ilmsizligimiz boshqa sistema, mana shu sistemani o'zini boshqarayotgan sistemaga biz qarshilik qilib qo'ydik. Ya'ni o'sha sistemada noto'g'ri odatlarimiz sababli ham otamiz ham, onamiz ham, qarindosh, urug'lar juda ko'pchilik odamlar kasal ko'payib ketdi. Biz shu sistemani buzamiz o'zimiz. Faqat buzamiz ustoz. Faqat buzamiz. Buni tuzatmaymiz. Biz buni buzayotganimizni bilib buzmaymiz-da, doktor Shermatov. Odamlar o'zini o'zi kasal qilishni xohlamaydi-yu. Masalan, mana ko'ramizki 10 yillab, 20 yillab boyiga aptekaga propiska qo'yib olgan. Pensiyani oladi, aptekaga boradi. Pensiyani oladi, aptekaga boradi. U ham mayli, men oldin o'ylardim, bu ko'proq kasallik kambag'al kasal bo'ladi. Kambag'al odamlar ko'p normal ovqat yemaydi. Yo bir qanaqadir normal bir shirinliklar, yo qanaqadir bir kaloriyasi kuchli narsa yemaydi deb o'ylardim. Mana endi hozir tadbirkorlarni ko'ryapmiz. SNG bo'yicha yuzlab, minglab tadbirkorlar o'qitishni ko'ryapmanki, eng ko'p kasallik biznesmenda. Soqqasi bor, oyiga 50 ming, 100 ming dollar topyapti, lekin normal sog'lig'i yo'q. Yo'q, realni sog'lig'i yo'q. Qorni katta, bilalik bel bilan ham sonni farqi yo'q. Pechkaga o'xshaydi, semos. Bir topayotgan puli ham tatimaydi-da. Bolalari ham kasal. Yaqinda bir joyda ham ko'rib qoldim. Bizni mana o'zimizni vatanimizda hozir mana 600 mingta odam maktabni bitiryapti ekan. 40% semizlik kasali degan. Bu vashi dahshat katta sifrada bu semizlik kasali. Ya'ni semiz bo'ldimi, demak aptekani postoyanniy klientida u. To'g'rimi? Boyagi siz aytmoqchilik faqat dori yozadigan ba'zi bir doktorlarimizni postoyanniy klientida ular. Shunday. Shu biznesmenlar, men endi hozir tushunyapmanki, bu haligi kambag'allik kasali emas-da bu, kam ovqat yeganning kasali emas-da bu. Boyi kasalim bu shundoq hozir ko'proq ovqat yeyish imkoniyati borni kasalimi? Endi ustoz shu hali ichkaridagi doktor dedik. Qonuniyat borki, shunaqa qonuniyat, agar shu qonuniyatni buzsa, ya'ni kim shu ichkaridagi doktorni o'ldiradigan odatlarni qilsa, noto'g'ri turmush tarzini yashasa, uni puli bormi, puli ko'pmi, uning ahamiyati yo'q. Ikkalasi ham kasal bo'laveradi. Boy ham kasal bo'laveradi, kambag'al ham kasal bo'laveradi. Boy nimadan kasal bo'ladi? Boy ko'p yegandan kasal bo'ladi. Kambag'al noto'g'ri ovqatlangan, ular bunday ham bo'laveradi. Men bitta bir akani bilardim, men shu talabalik davrlarida medpiratlik deb unaga felsherlik deymiz. Men bir joyga ishlardimki, buyrak ishlamaydigan joylarga ishlaganman. Ya'ni buyrak ishlamaydi, buyrak gemada. Kichkinagina buyrakchamiz, mana shunchaga bir 250 gram chiqadigan buyrak bor. U juda ko'p ishni qilib beradi. Odamlar bilmaydi shunaqa buyragini o'zlari ketkazayotgan. U odam pul rosa ko'p edi. Rosa biznes qilgan, haligi 50 ta 60 ta 100 ta biznesni boshqargan, shunaqa katta biznes bo'lgan. Rosa pul zo'r bo'lgan. Lekin haligi odam oxirida ko'rdimki, shu odamni shunday bir kun keldi, bitta ayol kishi ko'tarib keldi, aravachada olib keldi. Endi hali odamning ko'zi ham ko'rmaydi, buyragi ham ishlamaydi. Bir oyoqda sahrni diabetini kesib tashlagan yarim tizzadan pasi o'zi yo'q. Na turadi, na o'tiradi, umuman katta hojat ham joyida, kichkina hojat ham joyida. Shu ahvolga tushib qolgan. Men aytdim, nahotki bu shunday bo'ladimi ekan? Bu shunday. Uka dedi. Hali sen dedi hayotda ko'rmading dedi. Nimaga bunday? Mana shu ekan oxiri dedi. Haligi tasavvur qiling, pulingiz bor, davolanolmaysiz, pulingiz bor, kasalsizda. Ko'z ko'rmasa, yoki bo'lmasa oyog'i yurmasa, tashqariga chiqa olmasangiz, O'zini hojati uchun hojatxonaga chiqa olmayapti. Soqqa bor lekin. Ana ayol qilib yubordi. Hammasini ayol kishi qilib yotibdi. Ana u odam nima qilgan desangiz, u odam noto'g'ri turmush tarzini, pul topgani, pulni qanday sarflashni bilmagan. Pul topgani to'g'ri ovqatlanish nimaligini bilmagan. Pul topgani qachon ovqat yeyishni bilmagan. Haligi odam to'g'ri ovqatlanishni bilmas ekan, pul yordam bermaydi unga. Shunda ko'rdim men, shu odamda ko'rdimki, pul yordam bermas ekan. Qancha ko'p pulingiz bo'lgani bilan to'g'ri hayot kechirmas ekansiz, hech narsa hech kim sizni kechirmas ekan. Ya'ni hayotda nogironmi yoki bo'lmasam ko'z ko'rmasligimi yoki o'sha yurakmi, boshmi, oyoqmi shuni olib ketaverar ekan. Yana bitta narsani ko'rganman, hayotimda ko'rgan narsa bir endi kasalxonaga bitta ozg'in odam deb keladi, uyda uy yo'q odamlar bo'ladi, bo'lmishlar deydi buni. Olib kelishdi, olib kelgandan keyin u odamni ana o'ldi deydi, mana o'ldi deydi, yotibdi. Hech kim qaramaydi unga.
hech kim qaramaydi. Hali doktorlar ham bor davolyaniyasini o'lchab qo'y deydi. Bir sovuq xona kiritib qo'yganmiz, bitta adal yopib qo'yganmiz. Bu yerda shunday shakar suv deydi. Ana glyukozani urib ulab qo'yishgan. Anaga bir ukol qilmadi, o'lib qolibdi demaslik uchun shunday qilgan. Hali bor, o'lib qolmasin, qara nima qilyapti deydi ustozlar ham. Boramiz, yashab turibdi. Davleniyasi o'lchaydi, praktikada biz. O'lchaymiz davleniyasini. Qarasak, davleniyasi 120 ga 80 da joyida-da. Yotibdi odam. Haliga shunday bir kirsak, hali kapelnisi ulab qo'ygan, qorni ochdi odamni. Qorni ochish kapelnisani shuni tishlaganda shuni so'rib o'tiribdi-da. Hali bu tomondan borsa, shakarni bu bilmaydi hech qachon. Qon bilmaydi, qon shakar tushayotgan. Bu sezadi, ta'mni bu yer sezadi-da. Ana so'rib o'tiribdi. Ana keyin 3 kun kutdi, 4 kun kutdi, hech bo'lavermadi. Hali odam javob berib yubordi keyin. Chunki odam hech ketmadi, o'lib qolmadi. Haligi biz niyatimizga yetmadik. Ana endi kardiyo reanimatsiyaga kelib qoldi, siz bir boy kelib qoldi. Haligi hech kimi yo'q odamning orqasidan na pul keldi, na ovqat keldi, na tanish keldi. Hech kim kelmagan. Haligi ustlari har xil ahvolda, endi qarab bo'lmaydigan ahvoldan shuni chiqarib yubordi. Boyning orqasidan hamma keldi ustoz. Pul ham keldi, shashlik ham keldi, somsa ham keldi, qarindosh ham keldi. Doktorlar chopishini qo'ringda chop, bu yoqqa chop, bu yoqqa shu. Nima? Shu kasalga yaxshilab qarash kerak endi. Nega? Pul borda chunki. Ayni endi kasalim ko'p kuttirmadi ustoz. Shartta turam tiqildi, shunda ketib yubordi kasalim. Ya'ni buncha pul, buncha tanish hech narsa qila olmay qoldi. Ya'ni qarang, bu odam noto'g'ri ovqatni yegan edi, aralashtirib yegan edi, usti ovqat yegandi. Bu odamni hayotiy qonunga rioya qilmagani uchun tanasi kechirmadi. Ichidagi doktori kechirmadi. U ichidagi doktori o'zi o'ldirgandi. Ya'ni pul bilan o'ldirdi. Pulni topgan ovqatni faqat yesin degan narsa yo'qda. Masalan, ko'p puling bo'lsa, faqat ye degan tushuncha yo'q. Yoki hamma ovqat, bu yerda ham zo'r ovqat, bunisidan zo'r ovqat, unda sog'lom bo'lmas ekan. Ana shu narsani men shunda ko'rdim. Ya'ni men doim o'ylardim, nega bu ketib qoldi, bu ketmadi. Bunga nimasi bordi, bunda nimasi bordi. Bunda hech narsasi yo'q edi, lekin bu chiqib ketdi oyog'imdan. Unda chiqarib yubordik. Lekin bu top chiqib ketib qolishdi. Nega? Bu odam chunki noto'g'ri turmush tarziga kechirgandi. Noto'g'ri ovqat yegandi. Ana shuning uchun mana biznes, qancha biznesmenlarni ko'raman yoki boshqalarda nima qilasiz? Men o'shaning uchun ham men hozir ham biz to'g'risi ko'p ovqat yey olmayman. Ko'p ovqat yemayman. Chunki men ham xohlaymanki, pulni topaylik, topilgandan keyin odamlarga ko'proq yordam beraylik, ko'proq odamga yordam beraylik. Mana pensioner onaxonlarga, otaxonlarga ba'zilarga ko'raman, yillab ishlaydi, yillab pul topadi, yillab pensiyasini yig'ib boraveradi. Davlatga o'tkazib oyligidan boraveradi, lekin pensiya yoshiga yetmay qoladiganlar bor. Pensiya yoshiga yetmay shuni o'tib ketib qolishadi. Shuning uchun aytamanki, otaxonlar, onaxonlarmi, bormi, pensiyangizni malza qilib olib yashang. O'shani 10 yil, 20, 30, 90 ga kiring, 80 ga kiring. Bir umr yiqqan pulingizni birovga tashlab o'tib ketib qolmang. Uning uchun nima qilishingiz kerak? Uning uchun o'zingizning sog'lig'ingizni o'zingiz qarashingiz kerak. Ichingizdagi doktorni o'zingiz qilishingiz kerak. Mana rahmat sizga shuncha vaqtingizni ajratib keldingiz. Biz shu xalqimizga shuni yetkazaylik deb qilyapmiz. Bu ishlarni nima uchun qilamiz? Shu xalqimiz shuni tushunsin. Pul ko'p topganimdan sog'lom bo'lmasini tushunish kerak. Ko'p dori ukol olganimdan sog'lom bo'lmasini tushunish kerak. Yoki bo'lmasam bu bolalari sog'lom bo'lmasini tushunish kerak. Qachonki ilm bilan bo'ladi, ya'ni ilm olsa bo'ladi. Ilm har narsani qutqaradi. Sog'liq uchun ham ilm kerak, biznes uchun ham ilm kerak, yoki bo'lmasam o'qitishni o'rganish uchun, kompyuter ham har narsa uchun ilm kerak. Hammasining ilmi. Hozir shu ilmlarni xalqimiz bilsin deb qilyapmiz-da, bilsin deb qilyapmiz. O'shanda haligi odamlar qancha ko'p, yana bitta narsa bo'lardi, shunday yomon odatlardan, yomon odamlarning odatlarini o'zimizga olmasligimiz kerak. Yomon odam haligi pul topib, ko'p ovqatlarni to'ldirib o'tirib, mana shu bizni kumerimiz bo'lib qolish kerak emas. Haligi o'tirishda 5 ta ovqat olib kel. Birinchi, первый, второй, третий, olib kel yana. Usti to'la, hammasini yeb tashlash degan narsa emas. Bir akani bilardim, bir aka oldimga keldi. Podagora degan bizda kasallik bor. Qo'llar ko'rsangiz shunaqada shishib ketadi. Mana shunaqa shishib ketadi. Podagora degan shunday kasal. U tuz qayerdan kelgan desangiz, go'shtdan keladi. Ko'p ovqat yeyishdan keladi. Keyin bir haligi o'sha akani tanishi bordi. Bilasizmi aka, bu qanaqa odam dedi? Yo, bilmayman. U yoshligida dedi, shunday kelar ekanda, kun bo'yi ishlaydi. Keyin bitta hafta oxirida, masalan, boshqa chet davlatlarda bilsangiz, hafta oxiriga shanba, yakshanba keladi, toqqa chiqib aylanib kelishadi. Maza qilib dam olib kelishadi. U odam nima qilgan? Kelganda bitta stolovoyda yoki bo'lmasa bitta restoran shuni yoptirib, olib kel. Nima bo'lsang olib kel. Ertalabgacha yeydi, faqat ye. Ana shunaqa qilgan, endi bir umr mana shunaqa, bu osoncha davolanmaydi. Hamma qo'l, oyoqlar mana shunday holatda, xuddi haligi ba'zi kinolarda tosh odamni ko'rsa, shuni qo'yib ketganda,
shunchalik darajada. Haligi biz tomonlarda shu Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlari maqtanishadi, ko'p go'sht yeydi. Ko'p go'sht yeyish hech qachon sog'liqqa olib kelmas ekan. Mana shu odamni ko'rdimda, ya'ni davleniyaga olib keladi, sahrga olib keladi, yoki insultga olib keladi, infarktga olib keladi, bel og'rig'iga olib keladi. Mana shunday qilgan ekan. Shuning uchun odamlarimiz pul topdik degani zo'r ovqat yesin degani emas, sifatli ovqatga o'tishimiz kerak. Endi sifatli ovqat degani haligi hamma narsani yeyish kerak emas. Sifatli ovqat vitaminli narsalar yoki Shunda doktor Shermatov, umuman bizni xalqimiz, mana shu bizni eshitib turgan insonlar umuman doktorga ishi tushmasligi uchun, вообще unutib yuborsin shu doktorni, nimalar qilish kerak? 1 2 3 4 5 qadam. Nima qilsa umuman ish tushmasin doktorga? Nima qilsin? shu birinchi navbatda ular bilishligi kerakki, shu ichida doktor borligini, ilm kerak, o'qish kerak. Birinchi o'rin demak o'zi ilm olish kerak. Shunga yetadigan ilm bo'lsa bo'ldi. Ikkinchisi to'g'ri ovqatlansin ustoz. To'g'ri ovqatlanish deganda demak zavtrak qilsin, obed qilsin, ujin qilmasin. Точно. Buni yana ichida bor haligi shakar, uglevod, nonni yo'qotishlik kerak. Imkon bo'lsa yo'qotib tashlash kerak. Demak, ertadan boshlab bizni ko'rib turgan hamma shakar yemasin, Shunday. non yemasin va boyagi napitkalarni hammasini to'xtatsin, ha? Shunday. Absolutno. Oddiy ovqatlanishga o'tsin. Bitta oddiy suv, keyin salatlar, keyin ovqat. Qonuniyat shunday. Demak, bir dona ovqat yesin. Первый, второй, третий emas, Yo'q, yo'q, u bitta. kerak. Shu. Ana shunday. Keyin ikkinchi qiladigan har kuni ertalab yursin. Oppa. Ertalab piyoda 1000 qadam bo'ladi, 500 qadam bo'ladi. Bola-chaqasini olib yurdi. Har kuni. Har kuni. Demak, har kuni ertalab voxli turib, haligi ibodatdan keyin yo ibodatgacha har kuni yursin. Shunday. Shunday. Mhm. O'sha yurgan vaqtda nafas gimnastikasi juda muhim. Nafas zo'r olish kerak. Chunki nafas olsa kun bo'yi energiya bomba bo'ladi. Anavi o'pka nafas yetmagandan odam energiyasi ketadi. Ya'ni agar ertalab nafas gimnastikasini qilsa, bu odam kun davomida tetik yuradi. Men mana shu kunlarda kun bo'yi ishlab qoldik. Kun bo'yi ishlagan paytimizda energiya yetmay qolgan paytlarda nima qildim? Shartta ertalab nafas gimnastikasini. Kun bo'yiga energiya yetdi yana. Mana qani ko'p ovqat yemadik. Shu oddiygina 4 ta 5 ta haligi yong'oq mayi shunaqa narsa yoki o'zimga yengilroq qilaman, nafas gimnastika qilaman. Ana undan keyin nafas gimnastika kun bo'yi yetadi. Keyin odamlar qilish kerak bo'lgan narsa ichki organ tiqilib qolmasin. Masalan, ichagi tiqilib qolmasin, yoki bo'lmasa buyrak tiqilib qolmasin, ich qotib qolmasin, har qancha kelib tursin, o'ti tiqilib qolmasin, jigar tiqilib qolmasin. O'sha organlar agarda biz tepadagi aytgan narsalarni qilsak tiqilib qolmaydi o'zi. Endi kimdir buzib qo'yganda endi tiqilib qo'ygan. Masalan, ichi kelmayotgan odam bor, o'ti tiqilib yotgan, jigarni yog' bosib yotgan, davleniyadan chiqib, hansirab, semirib, haligi pachka bo'lib yotgan turli xil odamlar bor-da. Ana shular endi o'zini birinchi to'g'ri ovqatlanish o'tkazgan, ular keyin tozalasin. Ichagini tozalasin, buyragini tozalasin, jigarini. Endi u kasal odamlar sizga boradi. Keyin kasal odamlar hozir gaplashamiz. Hurmatli kasal odamlar, semirib ketdilaringmi? Ichingiz kelmayapti, buni muammo yo'q. Boradi, yordam berasiz. Lekin sog'lom odamlar, demak, boyagi nonni, shakari tashasin, ertalabdan poxodka qilsin, plus ujinni tashasin. Shunday. Ana undan keyin kayfiyat. Xo'sh. Birinchi o'rinda turadi. Ya'ni odam o'zini kim deb hisoblasa shu bo'lib qoladi. Ya'ni buni shunaqa niyatlar amalga oshadi degan narsa bor. Ya'ni u odam nima niyat qiladi? Voy men bu yerim og'riyapti, voy ketaman, voy o'taman, u bo'lmaydi. O'sha odam shunaqa bo'laveradi. Haligi bitta opani ko'rganman, ya'ni men hayotdan aytayin shuni odamlarga dars bo'lib qolsin. Bitta ayol kishi keldi. Shunday keldida oyoqlari og'rib, bellari og'rib, hamma joy og'rib ketgan, o'sha qotib qolgan ekanda. Xolajon, siz nega bunaqa hamma joyingiz qiynalib ketgan? Bilasizmi? Men hayotda har qanday qiyinchilik bo'lsa, o'zim yengib o'taman deb niyat qilganman dedi. U nima niyat qildi hozir desangiz, u qiyinchilikni niyat qilganda. U doim qiyin bo'lishini so'ragan. Qarang, o'zi niyati shu. Doim qiyinchilik bo'lsa, men shuni yengib o'taman. Shuni yengib o'tolmay oyog'i og'rib yotibdi, beli og'rib yotibdi, davleni chiqib yotibdi. Shu odam aytsa bo'ladiki, men yengil, ozam maza qilib yashayman desa bo'ladi-ku. Qarang, niyatni to'g'irlash kerak. Ya'ni niyat juda muhim. Ana shunda keyin odamlarni shu psixosomatikani kechirish kerak. Hammani kechirish kerak. Kim bo'lmasin, oiladami, ishdami, biznesdami farqi yo'q, hammani kechirishni o'rganish kerak. Ana undan keyin tana mazza qilib yashaydi. Ana shu narsalarni qila olsa agar odamlar, undan keyin ichki doktor bizdan so'ramasdan o'zi bo'laydi. O'zi dori ishlab chiqaradi. O'zi dorini beradi. O'zi bosh og'rig'ini qoldiradi. O'zi davleni tushiradi. O'zi sizni ovqatingizni hazm qiladi. O'zi oyog'ingizni davolaydi. O'zi tizlaringizni og'rig'ini ketkazadi. O'zi buyragingizni tuzni ketkazadi. O'zi o'tingizda tosh ketkazadi. Mana biz aytamiz, o'tingizda tosh ketadi. Qanaqa qilib ketkazasizlar deydi. Yo'q, biz hech narsa qilmaymiz. Biz ichkaridagi shu sistemani shuni ishlatib qo'yamiz. O'zi yerib ketib qoladi. Chunki eng kuchli sistema turibdi ichkarida. Agarda mana hozir siz aytyapsiz, eng asosiy glavniy muammo shunaqaki, xalq kasalxonaga umuman bormaslik imkoni bor aslida.
shu xalqimiz borib yotish shart emas. Uning uchun nima qilish kerak? Mana shu yuqorida aytgan narsani qilib chiqish kerak. Shu narsalar agar qilib chiqsa, uning uchun nima qiladi? Ilm oladida, o'shani sekin birdan bo'lmaydi. Mana bizning oldimizga shu bizni YouTube'dagi videolarni ko'rib shunaqa xolalar keladi, ko'rsan 70% tuzalib qoldi. Nimaga keldingiz unda? Sizni ko'rgani keldi, bitta rasmga tushadi, keyin yana ketishadi. Ya'ni shunchalik o'zgargan odamlar borda. Ba'zi odamlar ikkita qo'ltiq tayoqlab yurolmay yotgan operatsiyaga shu narsani shunday qilgan, mana hozirgi aynan aytib turgan narsalarimizni qilishgan, qo'ltiqlarni tashlab shuni yurib keldi va Sirdaryodan bir yigit keldi. Qanaqa edingiz? Doktor bilasizmi? Men operatsiya qilaman devdi, kesaman devdi. Qanchada 60 million pul ketdi dedi. Lekin pulim yo'q edi. Shunda ko'rsamki siz turibsiz. Nonni tashladim, hozir aytganim. Nonni tashladim, yoki bo'lmasa shakar tashladim, kechqurun ovqatlanishni tashladim. Undan keyin o'zimga qaradim, keyin tozaladim ichimda. Undan keyin oyog'im yaxshi bo'lib ketdi, yurib ketib qoldim deydi. Mana qarang, qanday osonda. Bu juda oson aslida. Sog'lom bo'lish uchun juda ko'p narsa kerak emas. Qancha apteka, qancha tekshirish, qancha dorilar qanday kerak emas. Siz aytayotgan narsa, hozir biz aytayotgan shuni qilsin, organizm o'z-o'zi tuzalib ketib qoladi. Faqatgina hali odamlarimiz amal qila olmaydi ko'pchilik. Yoki bo'lmasa ko'pchilik biladi-yu, shu narsani oxirigacha foyda beradimi ekan? Bular ham o'zlari marketing qilib yotdi, yoki bo'lmasa bu odamlar unaqa qilyapti, o'zi uchun qilyapti. Shunaqa holalar kelib qochib kelganda, xo'jayindan qochib kelgan, bolalardan qochib kelgan, nimaga? Olib borasan shu doktorga, shu doktor bir narsa deyapti. Kelgan odam, mana bugun bitta adashmasam Qashqadaryodan bir xolamiz keldi. 20 yil bosh og'rigan ekan, 20 yil. Mana bu yerdan kapelninsani urib bergan, bu yoqdan kapelninsani urib bergan, shuni 20 yil oson emas-da. O'g'li ham, mana shu o'g'limni mana xo'jayinim hamma pulim menga ketdi o'zi deydi. Nega? Shu bosh og'riqni davolashga ketdi meni deyapti. Undan keyin nima qildingiz? Undan keyin bilasizmi? U yoqqa bordim, bu yoqqa bordim, oxiri sizni ko'rib qoldim, bittasi aytdi, bor qani shu yoqqa ham. Keyin keldim, 5 kunda og'riq qolganda. 20 yildagi bosh og'riq qayerda? 5 kunda tugalib qo'ya qoldilar, tugatib qo'ydi. Ana xursand bo'lib gapiryaptilar opa. Qarang, ichki shifokorni yurg'izish, sog'lom bo'lish juda qiyin emas. Faqatgina odamlarimiz o'zini o'zi tuzatish kerakligi uchun ham biz uni ichki shifokor deb qo'yganmiz-da. Uni hech kim kasal qilmaydi, hech kim kasal qilmaydi. Odam o'zini o'zi qiladi har doim. Haligi biron bitta ovqat yeyotgan bo'lsa, men ko'rmadimki shuncha odamni birov bosib og'zida bunday ovqat solayotganini ko'rmaganman. Shu qo'li bilan solganda, shu qo'lni shunday oladi, shunday solishadi. Demak, mana shu qo'l aybdor. Shu qo'lni kim boshqaryapti? Bu kalla boshqarib turibdi. Demak, shu kalla shu qo'lni boshqarsangiz bo'ldi. O'zingizni kuchingiz yetsa bo'ldi degani bu. Ya'ni nafsingizni kuchingiz yetsa bo'ldi degani. Agarda odamlarimiz mana shu o'zini o'zi boshqara oladigan bo'lsa, farzandiga shuni o'rgatsa, yoki ota-onasiga, yoki bo'lmasa o'zining ayoliga, yoki xo'jayiniga o'rgatsa bo'ldi. Odamlar sog'lom bo'lib qolaveradi. Uning uchun haliga qanday joylar kerak emas-da ustoz. Joningiz omon bo'lsin. Bir voqeani aytib beraman, doktor Shermatov. Hali buni hech kimga aytganim yo'q. Yaqinda oldimga bir vrach keldida. Bir vrach keldida, siz dedi, shu doktor Shermatovni dedi, shu ishlar rivojlanishiga 100x bo'lishiga yordam beribsiz dedi. Men buni dedi eshitib keldim dedi. Meni ham dedi shu biznesimni, klinikam bor, klinikamni rivojlantirib yuboring dedi. Endi suhbat jarayonida bilyapman, o'zlarini bir qancha aptekalari bor ekan. Xullas boyaga biz gaplashgan dori yozib berish sistemasi ekan. Asosiy daromad nafaqat davolanishdan, balki apteka ishlashidan olar ekanda asosiy daromadni. Keyin suhbat jarayonida men aytayapman-da, doktor Shermatovni ko'rdingizmi yaxshilab? Biz ular bilan 1 yildan beri ishlaymiz. Individual o'quvchim meni. Ular 100x ga shundoq chiqib qolmadi. Biz 1 yildan beri mehnat qilamiz. Desam, aytayaptilarki, ko'rdim, men bir narsani tushunmadim deydi. Nimani tushunmadingiz desam, u odam deydi, sizda o'qiganiga bilmayman deydi, odamlarga deydi, haligi klinikasi bo'lib turib, meni oldimga kelmanglar, uyda o'tirib davolanaveringlar, kelmanglar deyapti deydi. U qandoq qilib deydi, odamlarga deydi, kelmanglar desa ham deydi, uni 5 ta deydi klinikasi bor deydi, klienti ko'p deydi. Shu joyini tushunmadim deydi. Biz deydi internetda ochsak deydi, kelinglar, kim kasal kelinglar, davolaninglar deb aytamiz deydi. Shu joyda aytdim, siz hali tushunmabsiz biz dedim. O'sha insonga Alloh barakasini berganning sababi ham shu-da. U inson tushuntiryapman, menga qarang, u inson maqsadi hammani chaqirib, dori yozib, soqqasini konsultatsiya qilib olib, dorini yozib, uni orqasidan pul topish emas. U insonning asosiy maqsadi mana shu xalqimizni davolash, kelmasin uyda o'tirib davolab,
haligi to'g'ri ovqatlanib yoki o'sha o'zini ichki shifokorini uyg'otib sog'lom bo'lishga hissa qo'shish. Doktorning asosiy maqsadi kasalni davolash emas, balki odamlarni kasal bo'lmasligiga yordam berish. Qarang, bu yerda formula boshqachada. Mana ko'pchilik o'ylaydi faqat kasal odam doktorga boradi. Yo'q, sog'lom odam borsin kasal bo'lmasligi uchun. Men o'sha joyda tushuntirib berdim. U ayolga o'ylanib qoldi. O'sha menda u doktorni o'qitishga to'g'risi jelaniya qolmayapti-da. Chunki maqsad faqat aptekadan dori sotishda. Biz siz bilan 1 yil oldin hali o'qishni boshlaganimizda birinchi kelganingizni eslayman-da, doktor Shermatov. Men xuddi shunday gaplashib o'tiribmiz. Birinchidan klientingiz juda ham kam, ikkinchidan shunchalik zo'r davolayapsiz, shunchalik odamlarga yordam beryapsiz, lekin buni xalqimiz bilmagani uchun, xalqimiz marketing bo'lmagani uchun siz respublikamizning bir burchagida, Afg'onistonning chegarasida, Termizdasiz. Toshkent bilan necha kilometr? 700 atrofida. 700-800 kilometrdan kelib o'qiyapsiz-da, sizni hech kim bilmaydi, balki O'zbekiston tanimaydi. Qarang, mana shu sizni menga nimangiz yoqdi, doktor Shermatov? Sizni menga birinchi o'rinda halolligingiz, ikkinchi o'rinda oqibatingiz, uchinchi o'rinda missiyangiz. Birinchi kuni menga missiyani aytdingiz. Ustoz, siz meni o'qiting, siz menga yordam bering. Men xalqimizni ko'tarishni xohlayman. Xalqimizni davolash emas, kasal bo'lmasligini xohlayman. Ularning umri uzayishini xohlayman. Men bu gaplarni kechagi undoq eslayman men. Bizning stolimiz ustida shu gaplar bo'lgan edi. O'shanda aytgandim men sizga. Men sizni mana shu fikringiz uchun, mana shu missiyangiz uchun yordam beraman sizga degandim. Qarang, Allohni hozirgi holatingizni qarang, doktor. Bir emas 100x berdi-da Alloh. Mash ketishda 1000x beradi sizga. Qarang, siz hozir yuzlab, minglab odamlarga internetga chiqib olib turib, hali yo'q bunaqasi. Meni oldimga kelmanglar, davolanishga kelmanglar, uyda o'tirib davolaninglar degan doktorni menga ko'rsatinglar. Mana hurmatli obunachilar, yozinglar kommentariyaga qaysi doktor internetga chiqib kelmanglar meni oldimga, uyda o'tirib davolaninglar. Mana deb konkretno o'zini formulasini beryapti. Men shunaqa odamlar eshitganman, men 10 yil o'qidim, 5 yil o'qidim, davay pulini to'la konsultatsiyaga deganlarni eshitganman doktorman. Biz ko'chada yuramiz, xalqqa eshitamiz biz. Sizni holatingizda men Allohning sizga bergan barakasini shundan deb bilaman. Bu bir. Ikkinchisi, mana hozir aytyapsiz-ku, mana shu instrumentlarni berdingiz-ku hozir. Mana to'g'ri ovqatlanish bo'yicha yoki mana to'g'ri suv ichish bo'yicha yoki boyagi o'z hamma narsani sport shug'ullanish bo'yicha. Bu narsalar olsak, xudo xolasa, men o'ylayman, yuzlab, minglab odamlar foyda topadi. Endi yana bitta savol bor doktor sizga. Bu narsani agar xalqimiz hamma qiladigan bo'lsa, bu aptekalarimiz sekin-sekin yopilib ketsa, bu qanday bo'lar ekan bu? Qanday qabul qilar ekan bu narsaga? Bunga fikringiz qanaqa sizda? Endi ustoz, rahmat. Odamlarni asosiy yo'nalishi shunaqa bo'lishi kerakki, biz kim bo'lishidan qat'iy nazar biz rivojlanishimiz kerak-da. Rivojlanishimiz uchun pulni qayerga tikayotganimizni bilishimiz kerak. Odamlarni kasal qilishga tikayapmizmi, bolalarimizni o'qitishga tikayapmizmi? Biz o'qitishga tikishimiz kerak ustoz. Chunki mana hol aytgandek kasallar kelib million pul sarflayapti, tuzalmayapti-ku shular. Nega? Chunki men aptekasiga ham qarshi emasman, boshqasiga ham qarshiman, lekin to'g'ri davolansa odamlar. Mayli, shu yoqda to'g'ri davolashim, shunga boring deyman. Bunga to'g'ri davolashim, bunga boring deyman. Men shuni 10 yil ko'rmaganman, shunda to'g'ri davolash ko'rmagan. Masalan, men o'sha medinstitutda o'qigan bo'lsam, to'g'risini aytsam, hech kasal tuzalganini ko'rmaganman. Osoncha tuzalib ketib qolganini ko'rmaganman. Ular faqat dori beraverganmiz. Undan keyin bitta doktor shuni chiqib yig'laganda, haligi men boshqacha davolash usullariga o'taverganimdan keyin doktor bo'lmasam kerak. Haligi 10 yil o'qigan doktor bizga shu narsalarni aytsalar bo'lmasmidi? Shuni ertaroq aytsalar bo'lmasmidi? Nega? Mening mana yaqin qarindoshim o'tib ketdi, meni onam o'tib ketdi, men otam o'tib ketdi. Shunga yordam beray deganda, men bu ishlarni to'g'risi qarindoshlarimga yordam beraman deb qilganman. Men o'sha odamlarga o'zgartiraylik, haligi qarindoshlarim tuzalsin deb qilganman boshida. Ya'ni maqsad shu bo'lgan. O'zimni davolaying deb, o'zimning belim og'riydi-da. Unday qilsam ham belim og'riydi, bunday qilsam ham belim, nima qilay, yosh bo'lsam, nimaga mening belim og'riydi? O'sha bitta joyga bordim, haligi 4-kursga borganman, bitta glazniyga bordim. Ustoz, mening ko'zimda shunday narsa bor, pitrugim degan narsa bor, shu o'syapti, ustoz, nima qilayin? Qaradi ustoz, hali kichkina ekan-ku dedi. Ustoz, nima qilayin? Hali kattasin keyin olib tashlaymiz-ku, kattasini kutishim kerakmi, ha? Bu nima uchun chiqyapti? O'zi shunaqa chiqadi deydi.
olib tashlaganingizdan keyin o'smaydimi? Yo, o'zi o'sadi bu. O'zi doim o'sishi kerak bu deydi. Men aytdim, ustoz, boshqa yo'li yo'qmi buning? Ha, yo'q, boshqa yo'li yo'q, shunday qilib yurasiz dedi. Unda hayron qoldim. Nahotki o'zi doktor bo'lib turib, yana kestirsamda. Undan keyin nima qildik desangiz, hozirgi to'g'ri ovqatlanish o'tganimdan keyin mana shu narsani bilganimdan keyin o'zimni keyin davolab boshladim. U dori darmon bilan davolamadim o'zimda. O'zimni to'g'ri ovqatlanish bilan hozir aytayotgan narsam bilan davolandik. Shuning uchun biz rivojlanamiz. Agarda mana shunaqa xalqimiz sog'lom bo'lsa, bolalarimizga, yosh avlodga pulimizni sarflasak, uni mayli ingliz tilini o'qitaylik yoki bo'lmasam o'sha Xitoyda rivojlanayotgan texnologiyani olib kelsin, bolalar dunyoni ko'rsin. Ana shunaqa bolalarga repeterga tikadigan bo'lsak, ishoning biz rivojlanib ketib qolamiz. Biz 10 karra, 100 karra shunday o'sib ketib qolamiz. Qachon o'samiz desangiz, qachonki yosh avlod o'samiz. Biz haligi noto'g'ri ovqatni berib, uning ustidan dorilarni berib, hamma dorini sotganimizdan keyin rivojlanmaymiz. Shu dorilarni sotadigan aptekarning o'zi ham kasal. Chunki bitta yaqinda endi ana bo'lmasin, bitta aptekar opamiz kelib farmatsevt ekan o'zi. Shuna keldida, doktor dedi, endi shu bitta joyda endi doktor dedi, rasmiy dedi, mening oyog'im 4-daraja yemirishim bor dedi. Ha, xo'p, mayli, ko'rsangiz ves o'ziga yarasha. Shunday. Men bu professorga bordim, Toshkentning eng zo'r joylariga bordim, bu yoqqa bordim. Davlini 200. Oyoq og'rib yotibdi. Va hamma joy shunday bir buket kasalda. Keyin men aytdim, endi men uning yuziga solmadimki, aptekangiz bor, nima davolanib olmadingiz demadim. Shuncha apteka professordan ekansiz, nimaga doridan indamagani bo'ldi opa. To'g'rilaymiz, xudo xolasa, inshaalloh boshladik. Bir oydan keyin yana kelib qoldi. Shunday keldi, tuppa-tuzukda, har sog'lom bo'lib qolganda, haligi ayol kelyapti, bilasizmi doktor dedi. Ana oyog'im yaxshi bo'lib qoldi. Davlenim tushib qoldi. Yaxshi uxlayapman. Zo'r bo'lib qoldim. Rahmat sizga deb indamagan. Birinchi kurs xavotir oldimki, bu opa haligi professional bo'lsa, 11-20 yildan beri dorini bilsa, bizning dorilarni olarmi, kecharmikan deb o'ylaganman. Bizni davolan ekanman, bizning masajlarni olar ekan. Shunday bir oydan keyin umuman boshqa odamda. Kelishlari ham boshqacha, tushishlari. Ana undan keyin nimani ko'rdim? Bu yerda u shuncha aptekasi, shuncha dorisi, shuncha yillik praktikasi bo'lib turib o'zini davolay olmabdi-da. O'zini qila olmabdi. Demak, bu odam o'zini farzandini ham davolay olmagan, o'zini ota-onasini ham davolay olmagan. Nega? Chunki bu o'sha yo'l to'g'ri emasligini u odam o'zi bilgan. Faqat uni birdan ayta olmaydi-da. Men shuni hayotimda ko'rganim uchun aytmoqchiman. Ya'ni mening maqsadim davolash. Kim nima desin, qanday qilsin, haligi uyda davolanadimi yoki bo'lmasam haligi ko'chada davolanadi, farqi yo'q. Davolansin odamlar. Chunki biz mana shu uchun qilganmiz. Bu tibbiyotda Alloh taolo bizga shu ilmlarni, shuni odamlar davolash uchun berganda, maqsadim shu bo'lgan. Ana yana ba'zi bitta odamlar keldi, haligi kelganda vajohati qilgan shunaqa keladi, kasallarni ko'rsangiz bir buket kasalda. Bu hamma joy kasal, shu boshdan oyoqqacha kasalda ular. Haligi narsani aytganda ular lekin haligi dorilarni hammasini ichib ko'rgan. Masalan, men aytganimda 20 yillab, 10 yillab dori ichgan odamlar bor. Zo'r bo'lsa, nega shular tuzalib ketmadi? Xo'p, mayli 10 yil dori ichdi-ku, 20 yil dori ichdi-ku. Nega shu tuzalib ketib qolmadi? Lekin demak shu tuzatmas ekanki tuzalib ketib qolmadi. Shu foyda bermas ekanki tuzalib ketib qolmadi. U ochiq ayniq oyni ko'rinib turgan dalil shuda. Men shuni ko'zim bilan ko'rib turibman. Odamlar, men bitta ayol kishi kelgan, men bu narsani qachon bilib qoldim? O'qitish kerakligini xalqimiz bilish kerakligini bir opa keldi. O'zi 84-yil, shunaqa bizdan 2 yosh plus-minus katta edi. Zo'rg'a chiqdi, 2-etajga bo'lmasamga, yoshgina opa, zo'rg'a chiqdi. Shunday chiqdi-da, bilasizmi doktor? Hansirab, charchab shunaqa. Ertalab tursam, yana turdimmi deb o'ylayman. Hamma yerim kasal deydi. Og'rimagan joy yo'q. Ayollarda mastopatiya degan bir kasallik bo'ladi. Onkologga ko'proq nazoratda turishadi ular. Onkologga 5 yil davolandim. Buyragimdan kissadan 4 yil davolandim. Buyragimni kissadan oldirib tashladim. Shunda ham allergiyam bor. Hamma yeri kasalda. Har doim cho'ntagida dori, bosh og'riq qoldirish dori, har doim shunaqa. Shu opa bitta narsa mana bunaqa sal tiqqasi, mana shunaqa. Bolalari ham uni qo'rqib qolgan, mana shunaqa bo'lib qolgan. Haligi ayolim asabiyda. Har doim uni qilolmas ekan. O'shandan keyin haligi opaga, opa mayli, keling, bizni ishlang, biz sizni mayli davolaylik dedim. Ham ishga oldik, ham davolab boshladik. 1 yilmi, 2 yil o'tdi, haligi opadan asar qolmadi. Butunlay hamma shikoyat yo'qolib boshladi. Bitta yo'qolib boshladi. Unga biz falon puli dori yozmadik. Falon pul narsa qilmadik. Ovqatlanish turkatdi ustoz. Undan keyin nima qildik? Yani buni bunday qiling, endi buni bunday qiling, buni. 1 yil 2 yildan qarasa, ana bu opa soppa bo'lib qoldi. Keyin o'ylab qoldim. Bu opa nega tuzaldi? Bu odam nega tuzalmayapti?
bu odamni men 2-3 yillab o'rgatdik, o'qitdik. 2-3 yil davomida u ilmini oldi. Nima yeyish kerak, qachon yeyish kerak, nima yemaslik kerak, nimani qanday qilishni o'zi bilib oldi. Demak men xalqimizni o'qitishimiz kerak ekan deb turib o'shani o'rganganman. Ya'ni har bitta xalqimiz, masalan prezidentimiz shuni aytib yotdi, "Ey, xalqimiz sog'lom bo'lsin, xalqimiz zo'r bo'lsin, xalqimiz sog'ligiga qaranglar. Yoki kelajak avlod zo'r bo'lsin, kelajak avlod o'stiringlar." Hammaning maqsadi shunda. Shu aptekaning egasining maqsadi bolasini kelajagini zo'r ko'rish. Yoki shuni olib kelayotgan odam kelajagi bolam zo'r o'qisin, aqlli bo'lsin, sog'lom bo'lsin yoki rivojlansin deyapti. Ular bolasini yomon bo'lishini xohlamaydi. Ota-onam ham sog'lom bo'lsin deb o'ylaydi. Yoki bo'lsamga o'sha o'zining ham sog'lom bo'lishini xohlaydi. Ular nima maqsadda yashayotganimiz, nima maqsadda harakat qilayotgan birinchi kelishib olishimiz kerak. Men hech kimda unisi unday, bunisi bunday demoqchi emasman. To'g'ri davolanaylik demoqchiman. Birinchisi maqsadim shu. Odamlar to'g'ri davolansin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ana shunda nima bo'ladi desak, hali aytganda juda zo'r o'samiz, juda zo'r rivojlanamiz. Chet davlatlarda aptekaning topilmasligi ularda hali tibbiyot chatoqligidan emas, odamlar birinchi to'g'ri ovqatlanish borligidan. Masalan, Yaponiya, Xitoy, Yaponlarda adashmasam 83 yil ayollar yashaydi, 81 yil erkaklar yashaydi. Bizning o'rtacha yashash yoshimiz 60 ga yetmaydi bizda. 40 yoshda ham insult, 50 yoshda infarkt, ko'rsangiz oyoq yurmay qolgan, bel yurmay qolgan, davleniyadan chiqqan, besbulod yuribdi. Yoshlarda bu hammasi bor. Nega desangiz, bizning tibbiyotimiz pastga qarab ketib qolgan o'zi. Xalq qachon ko'tariladi, xalq qachon o'rganadi, xalq qachon o'zini o'zi to'g'rilaydi, shu ichkarida doktor borligini biladi, undan keyin oilasini to'g'ri qiladi, oilasida ovqatini to'g'ri qiladi, hali aytayotgan, biz aytayotgan yuqorida instrumentlar hammasini to'g'ri qiladi, undan keyin xalq sekin-sekin demak, men ichimda doktorim bor ekan, men shuni to'g'rilashim kerak ekan, shunga qarashim kerak ekan deb o'ylab boshlaydi, undan keyin o'zidan kasal tuzaladi. Undan keyin nima qiladi? Sekin ana yerga o'tirgan akam ketdik endi deydi. Bu arindani qoplamadi endi deydi. Sekin yopadi, sekin bu yog'ini yopadi. Ana shunday qiladi. Ana shuning uchun shu maqsadda biz qilmoqchimiz. Ya'ni xalqni o'qitaylik, xalqni o'rgataylik, xalq bilsin. Masalan, siz ham 2030-yilgacha mardikorchilikni tugatamiz degan missiyangiz bor, adashmasam. Shunaqa, chunki biz o'qiganda ko'rganmiz. Ya'ni siz ham harakat qilyapsiz, Rossiyaga bormasin xalqimiz. Yoki Rossiyadan borib qarash qilmasin, yoki qayerlarga chopib yurmasin. Shu yerda qilaylik hammasini. O'sha xalq, o'sha bola sog'lom bo'lsa qiladi-da. Haligi aqli zo'r bo'lsa qiladi-da. Haligi ertaga kech haligi noto'g'ri ovqatni beraversak, ichini qurtib bosib ketgan, o'tib qilib yotgan bo'lsa, unda kalla ishlamaydi hech kimning. Uni qilishimiz uchun biz tibbiyot xodimimizni biz o'zimiz ishimizni qilaylik. Siz o'zingizning, bu odam o'zining, hammamiz o'z ishimizni qiladigan bo'lsak, shunda jam bo'ladi hammasi. Ana undan keyin biz sog'liq odamlarni, sog'lom yosh avlodni yetkazamiz, o'qituvchi uni o'qitadi, ana endi professional qiladi, futbolchi uni futbolni o'rgatadi, endi chiqamiz. Mana dunyoga chiqayapmiz-ku, chiqsak bo'lar ekan-ku. Ana bunda bitta chiqmasin-da, bitta chiqmasin, 100 ta, 1000 ta, millionta chiqaylik. Ana undan keyin bizdan yaxshi davlat bo'lmaydi. Bu mana shunaqaroq o'ylashimiz kerak. Ya'ni hamma bu qornini o'ylash kerak emas. Bittagina 1,5 kosa ovqat yesa ustoz to'yadi. Mana ko'p yesa 1-2 kosa ovqat yer. Bugina oshqozonda o'ylab o'tishimiz kerak emas. Biz kattaroq, yirigroq bu dunyoni o'zgartirish haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Bobomiz Ibn Sino edi, bobomiz Al-Biruniy edi, Al-Xorazmiy edi, Al-Buxoriy edi. Shu bobolarning nabiralari edik. Biz endi bunday xor bo'lib qolishimiz kerak emas. O'sha odamlar amal qilgani uchun ham ular zo'r bo'lib ketdi-da. Amal qildi, bildi, amal qildi. Bildi, qildi, undan keyin dunyo tan oldi. Har doim o'zgarib turadi. Ya'ni vaqti bilan kim amal qilayotgan bo'lsa, ilm shu yoqqa qarab yurib turadi. Masalan, hozir ma'lum bir muddat Yevropaga o'tdimi hozir ilm. Endi Yevropa amal qilmay qoldi. Ko'pchilik narsa qilmayapti. Endi biz amal qilaylik, ilm bu yoqqa qarab qaytadi. Rivojlanish bizga qarab qaytadi. U butun umr shular zo'r bo'lib qoladi degani emas. Mana endi sekin-sekin biz amal qilib boshlasak, bizning bolalarimiz davriga keladi yoki nabirlarimiz davriga kelib biz ham o'tamiz. Biz ham rivojlanamiz. Mana shunday qarashimiz kerak. Uzoqroqda ko'rib, haligi strategiya deysizlar, haligi 5 yil, 10 yil, 20 yil, 30 yilda qayerga boramiz biz? Ana shunday qilib ko'rishimiz kerak. Biz ko'ryapmizki, mana hozirda ilm qayerda zo'r bo'lsa, shu yer zo'r bo'lyapti-da. Ilm. Ilmda o'qigan, biznesda ham ilm o'qigan yutayapti, tibbiyotda ham ilm o'qigan yutayapti, texnologiyada ham ilm o'qigan, hamma joyda ilmni zo'r bo'lyapti. Ilmsiz quruq osmonga qarab yotib, qachon yaxshi bo'lar ekanman, kim meni davolab qo'yar ekan degan o'sayotgani yo'q. Mana bugun bir xolalar akalar shunday xursand bo'ldim shu xonlar. Nega? O'qiganda
qarasangiz bizning haligi videolarni konspekt qilib ketdi. Hammasi yozib kelganda, mana o'g'lim bunaqa dedingiz. Bu joyni bunaqa dedingiz. Bu joyni bunaqa deyapsiz. Shuni professor xolalar deyman. Bugun bitta yana amakim ko'rib qoldi. Doktor, rahmat sizga. Nimaga? Men siz aytganingiz buni qildim, soppa-sog' bo'lib qoldim. Yurayapman, hassan tashlayapman, yurib boshladim. Mana qarang, ilmda shular. Har bitta narsa ilmdan keyin rivojlanadi. Har bitta oila birinchi qarash kerak. Ilm olyaptimi bolasi? O'zi ilm olyaptimi? Ilmni qachongacha o'qishimiz kerak desa, hali ba'zi odamlar institut tugatgandan keyin yotishadi. Ha, endi biz institut tugatib o'qiyapmiz, ishlayapmiz-da. Mana siz bizga o'rgatdingizki, bitta hadis bor. Maligi beshikdan qabrgacha ilm izla degan. Ana shunga amal qildirgansizda. Doim o'qi. Doim o'qi. Doim o'qisak bo'lar ekanda. Ana shuning uchun shu narsalarni biz qachonki bilsak va amal qilsak, keyin his qilsak. Ana shundagina biz o'samiz. Shundagina bizning butun hayotimiz tubdan o'zgaradi. Bitta masalan men hozir 1 yil davomida hayotim butunlay o'zgarib ketdi. Bu 360 gradusga o'zgarib ketib qoldi. Nimadan keyin? Siz aytdingiz, biz o'qidik. Siz buni o'qing, biz o'qidik. Buni qiling, biz qildik. Men shunday qarorga kelganman, ma'lum bir muddatdan keyin ustoz shuni derdimi, indamay qilaman. Nima deganman shuni qilaman deb qaror qilganman-da. Masalan, haligi ma'lum bir muddat u yoqqa bu yoqqa tashab yurdik, nimaga ustozning aytganini bilmaganmiz. Bir 3 oy qiynadingiz o menimcha. 3 oy aytganimni qilmadingiz o. Nega biz tushunmaganmiz ustoz, Shunaqaligini bilmaganmizda. Hozir masalan bizni ko'rib turganlarim yoki bilib turganlar shunday qilsin, shunchaki qilsin. Mana biz aytayapmiz, shuncha vaqtimiz ketyapti, sizning umr rahmat sizga shuncha vaqtingizni sarfladingizda, 2 soatni vaqtingizni sarflab odamlarga tushuntiraylik deyapsiz. Ana shunday qilsin, u biznesmenmi, puli bormi, puli yo'qmi, sog'lom bo'ladi. Odamlar sog'lik bo'lishi uchun juda ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Ana shu narsaga biz erishishimiz kerak-da. Ana undan keyin nima qiladi? Bolasi ham sog'lom bo'ladi, nabirasi ham sog'lom bo'ladi. Undan keyin bolalar o'z-o'zidan rivojlanadi. Bu ko'p narsa qilishimiz kerak emas. Hali aytdim, juda ko'p pul kerak emas sog'lom bo'lish uchun. Oddiy hayotga qaytishimiz kerak va o'qishimizga amal qilishimiz kerak. Ana ustozning qadrini bilishimiz kerak. Ustoz bizga nima? Masalan, men mana qo'limdan ko'p narsa bilmayman, to'g'risi. Shu qo'limdan kelguncha o'rgataman. Shu amalda ko'rdim, shuni xalqimiz bilib qolsin. Men hali ba'zilar aytadi, sizlar juda reklamani bosib qilib. To'g'risi men reklama qilay deb qilmaganman. Xalq shuni bilsin deb qilganman. Men biron narsa chiqarayotgan paytimda oldin maqsadim bo'ladiki, shu odamlar qiynalib yurmasin. Mana bugun 20 yillik bosh og'rish deb yurmasin. Shu opa bilsin, mana endi bosh og'rib yuribdimi, shu odam bilsinki, bosh og'riqni boshqacha davolasa bo'ladi. Davlina chiqib yotdim, shu odam bilsin, birov davlina chiqib o'tib ketib qolaversa, infarkt bo'lib oyog'i ishlamay qoladi, oyog'i ishlamay qoladi, beli ishlamay qoladi. Undan keyin ibodatini qila olmaydi, xotirasi ketadi, ko'zi ketadi, o'tib ketadi. Shu odam bilsin, shunaqa yo'li borligini bilsin. Qilish qilmaslik alohida masala. Men vazifamni bajarib qo'yayapman. Men odamlarga shuni aytayapman, akalar, opalar, amakilar, xolalar, shunaqa yo'l bor. Shuni qilsak bo'ladi. Sizdan minnatdorman, siz ustozlik vazifasini bizga o'tadingiz, biz shuni qildik. Endi biz odamlarga buni berish vazifamizni qilishimiz kerak. Xalq endi ular bajarish kerak. Ana bizda ustozlarning bitta gapi bor. Haligi qog'oz yonuvchan bo'lgani uchun yonadimi yoki olov yoqqani uchun yonadimi degan unosini aytadi. Aslida tosh nega yonmaydi unda? Tosh o'zi yonuvchan emas-da bu. U tosh o'zi yonmaydi. Shuning uchun biz bu yoqdan yonib yotganimiz bilan odamlar ham sal yonish kerak-da. Bular ham demak, qara, jon kuydirib gapirishni biror narsa deb qo'y deydi-ku. Xuddi shunaqa xalqimiz ham sal qarash kerak-da. Ya'ni shu narsani men real voqea ko'rsatishga harakat qilaman. Shuning uchun bizning videolarni ko'rsa oddiy xalq nega? Shu studiya izlab o'tirmaganman oldin. Shu keldimmi, natija olyapman. Shoshmay turing, hali shoshmang. Amaki shoshmang. Shuni yoqib olaylik, shuni odamlar bilsin. Shuni ko'rsin-da, odamlar tuzalsin, tushunsin. Men uyda davolanyapti deb chiqqanman. Nega? Uyda davolanishni bilsin odamlar. Ana undan keyin uyda davolandi. Demak, oyog'i og'ridi, tuzaldi, davlina tuzaldi, saqir tushdi, bosh yaxshi bo'ldi, yoki bo'lmasa xotira yaxshi bo'ldi, ko'z yaxshi ko'rdi. 70 yoshda ham tuzalyapti odamlar. 80 yoshda ham tuzalayotganlar bor. Mana bugun bitta xolamiz 80 yosh. O'tganiga 74 yoshda amakam zo'r foyda bergan. Ketaman deb qo'ygan odam qaytdi-ku. Ana shuni bilgandan keyin u odamlar nima qiladi? Demak, u odamlar qilishi kerak endi. Biz aytdikmi, uni amalga oshirish kerak. Masalan, juda qiyin emas. Uning uchun mana bir boshidan biz shularni odamlarni o'rgansin deb qilyapmiz-da, bilsin deb qilyapmiz-da. Bizning O'rta Osiyo xalqi yoki bo'lmasa shu turkiylarimiz hech qachon peshonasiga yozib qo'ymaydi, dori ichasan bir umr debdi. Bu yoki kasal bo'lib o'tasan, insult bo'lib o'tasan, infarkt bo'lib o'tasan, hammang yoshing o'tganing davlining bo'ladi, hammang yoshing o'tganing beling og'riydi, hammang yoshing o'tgandan keyin hali ko'zing nuri ketib qoladi deb aytmaganda. Bu narsalar yo'q-ku. Bu xalqimiz agar shuni bilsa, 80 yoshda ham ko'zi ko'rib tursa bo'ladi.
davleniyat joyida tursa bo'ladi. Shunaqa odamni ko'rganman. Shuning uchun men achinamanki, xalqimiz shu bilsa-da, o'rgansa-da, ozgina narsani bilsa-da amal qilsa keyin. Amal qilgandan keyin haligi kasalxona kerak emas. U tekshirishlar kerak emas. Ba'zi odamlar aytadi, nima uchun tekshirmayapsiz? Men aytaman, nima qilaman tekshirib? O'zi kerakmi sizga u? Kerak emas. Mana keyin mana shuni qilaylik, shu to'g'risi tuzalib ketasiz. Yozmayapsiz-ku, dori nima kerak uncha? Uncha dori nima qilasiz? Nima qilasiz shuni? Dorimdan tuzalmasa nima qilish? Nima uchun yozaman men? Bitta klinikamda kelishilmay qolganmanda, shu Surxondaryoga bordim, katta klinika edi. Yokkingda doktor dedi, ha? Nimaga tekshirish yozmayapsiz? Nima qilaman yozib? Nima bu joyga kirmaydi? Mana urolog bor, bu bor. Nimaga o'tiribdi-ku bular? Nimaga kiritmaysiz bular? Men nima qilaman uni kiritib? Pulda deydi. Aylansa pulda deydi. Haliga kirsa har bitta konsultatsiya endi ularga pul tush kerak edi. Bu yoqqa men nima uchun mana MR tarafga qo'yibman deydi. Men bilmadim-da bu javob keldi. Lekin menga bu hozir kerak emas. Men shunday qarab aytaman, qayerda kasal borligini tushuntirib beryapman-ku. Nima qilaman uni qilib? Yozmasangiz bo'lmaydi dedi. Keyin nima qo'y, ma'lum muddatdan keyin chiqarib yubordi bizni. Ya'ni uzoq kuttirmadi u yerda, haliga uzoq o'tirdi. Siz nevigidniy vrach bo'libsiz-da. Shunday haliga arzon davolaydigan vrach bo'lib qoldik do'st. Haliga 1 million tekshirishga sarflamaylik dedim-da. Shu 1 million kasal o'zi bir narsa olib ichsin, ovqatini to'g'rilasin yoki buni qilsin, ichagini tozalasin, tuzalib ketib qoladi. Ana shunaqa qilganimizdan keyin haliga buni endi klinika xodimlari, boshqa tadbirkorlar ham ularning onasi bor-da. Ularning otasi bor. Ularning o'zi mana bitta shu zo'r klinikani bittasini onasini bilaman, onasiga oyog'iga dorini urgan, oxiri ta'sir qilmay qoldi. Dorilar ta'sir qilmay qoldi. Shu odam ham onasini sog'lom bo'lishini xohlaydi. Lekin o'ziga ham ta'sir qilmay qoldi. O'zi davleniya ko'tarilyapti, bu mazasi qochib yotadi, kapini soladi, yotadi, kapini soladi, bu yoqqa kirib davolanadi, bu yoqqa kirib davolanadi, hamma joy kasalda. Xo'p, shu kasal foyda bermasa nima qilish kerak? O'zi bitta katta klinikaga endi ketaverishing kerak emas-ku. Sekin o'ylasin. Sekin men qayerda ilm bo'lsa o'rganganman ustoz. To'g'risini aytsam, bu yosh bolacha bir to'g'ri gap gapirsam shuni olaveraman. Shu to'g'ri gap gapiryapti hozir deb. Ya'ni men o'zimdan kattalarga bo'ldi, o'rgatsangiz bo'ldi deyman. Masalan, nimanidir bilmasam o'rgating deb aytaman. Hozir ham shunaqa, oldin ham shunaqa bo'lganman. Masalan, bundan keyin shunday bo'ladi deb o'ylayman. Adashmasam, haligi bizning ko'pchilik ustozlarning yoshi bizdan kichkinalari bor. Chunki nega? Alloh taolo shunga ilmni yuqtirdimi, olishimiz kerak. Shu ilmni shu odamga yuqtirganda, demak, shundan olishimiz kerak. Buni boshqa joydan bo'lmasa olamizda. O'shaning uchun haligi oldindan yoshgina bolachalar ilm o'qisa, ilm olavergan. Ustozlar shunday bo'lgan. Haligi men yerdayib ketgan, men kattaman, bunday qilman dema. Bitta narsadan xafa bo'laman. Vaqtida men shu haligi ba'ziga ko'rib turgandir shu ustozlar ham. Men diplom ishimni yoqlayapman, magistraturani bitiryapman Toshmida. Shunday bitta ustozning oldiga keldimda men bitta kasallik haqida gapirdim, reumatoid artrit haqida gapirdim. Ustoz dedim, reumatoid artritni bunaqa qilib davolasak tuzalar ekan. Men mana 2-3 ta kasalni sinab ko'rdim. Bu shunaqa foyda berar ekan. 100 tadan 10 ta tuzaladi deb aytganman. U juda kichkina sifra aslida. Bu shunday qarab turdi, kallang joyidami dedi. Men nima qilib yuribman shu paytgacha dedi. Men professor bo'lib turib sen aytayotgan men bilmadimmi dedi. Undan ko'ra mayli buni sinab ko'raylik demadi. Mana shuni yiqitinglarda deydi. 5 tamizda o'zi. Mana 4 tasini o'tkazinglar deydi. O'tib ketaversin. Ustoz, shu qildim, kasal ko'rsatdim. Yo'q, mana shuni yiqitdi deydi. Ana shu yiqitgin deydi. Undan keyin hali meni hali diplom ishim rahbarim bordi. Bezor, bu yoqqa o'ting. Undan o'tiring. Ichini qo'yib bering, bo'lmasa o'tib ketaversin. Mayli, ichini qo'ying. Ana shunaqa qilinganda haligi nimaga ilm bo'layotgan joyda biz ko'tarishimiz kerak do'stlar. Shu bitta joyda ilm chiqyaptimi? Balki shu ustozlar o'zi davleniyadan o'tib ketib qolishi mumkin-da. Shu odamga davleniya o'zi davolay olmayapti, mayli, yoshroqmi? Biz yoshlarga ham yo'l berishimiz kerak-ki, mayli, seniki gaping to'g'rimi? Qaraylik mana shuni. Balki shuni otasiga yordam beradi yoki onasiga yordam beradi, balki o'ziga yordam beradi. Shunday qilishimizga ilmni berish kerak-da. Endi men yosh talabalarimizga rosa aytganman, o'qinglar, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa qiling, o'qinglar. O'g'lim hech o'qitilmadim-da. Bu yoqqa. Ustoz bu nima bo'yicha kitob yozmagan. Men bilmayman dedim uni. Men bilmayman nima uchun kitobda yozmagan. Lekin Ibn Sino boshqa qildi-ku. Yo'q bo'lmaydi. Endi bo'lsa hozir ilm o'qitishga vaqtim yo'q, endi yurishdi. Ustoz o'qitsangiz yaxshi bo'lardi endi deydi. Nimaga vaqtida o'qib qolish kerak ekan? Masalan, har bitta narsaning vaqti bor ekan. Masalan, hozir bizning vaqtimiz bor, imkoniyatimiz bor, hozir ilm berib qolishimiz kerak, hozir o'rganib qolishimiz kerak. Vaqt hech qachon qaytmas bo'lar ekan narsa ekanda. O'tgan 1 yil umrimda shunaqa baraka kirdiki, sizlar masalan sizni uchrashganimizdan keyin siz jo'ski qaraysiz, odamlarga rahm qilmaysiz. Shunisi ham yaxshi ustoz. Haliga shuni qil deysiz, boshqa imkoningiz yo'q deysiz. Haliga bo'lmasa shuncha ishtirab deysiz, shunisi yaxshi ko'ramiz. Bu bizga yoqmagan lekin. Yoqmagani biz lekin amal qilganmiz. Boshda yoqmaganmi? Yo'q.
ustoz kimga $50 $100 yoqadi haligi yana cho'ntagingizni berib bitta yana 5 minut kechikkaningiz uchun 5 minut uxlaganingiz uchun birovga pul berish yoqmaydida. Undan keyin jostki qarardingiz. Shuning uchun ham rahmat aytaman, bizning hayotimiz o'zgarib ketib qoldida. Qarang, ustozlar ba'zida qattiq turish ham kerak ekan. Mana shuni qil deyish kerak. Rejimingiz haqida gapiradigan bo'lsak, hurmatli tinglovchilar, biz doktor Shermatov bilan mana 1 yildan oshdimi? 1 yildan oshdi endi. Mana 1 yildan oshib ishlagan bo'lsak, biz birinchi o'rinda strategiyani qildik. Ikkinchi o'rinda o'sha aniq maqsadlarni qadamma-qadam yozib olib, hamma marketingni, sotuvni, hamma bo'limlarini qo'ygandan tashqari doktor Shermatovni o'zini biznesmen sifatida fikrlashi uchun, biznesmendek o'ylashi uchun, nafaqat vrach, biznesmendek o'ylashi uchun biz har kuni ertalab soat 7:00 gacha har kuni biz bergan biznes kitoblarini o'qiydi. Har kuni 365 kun bez ostanovka, bez nechivoy, shanba bozor yo'q, yangi yil kuni yo'q, Navro'z kuni yo'q, har kuni aytib beradi. Agar kelishilgan vaqtdan ertalab 7dan 1 minut o'tib ketib qolsa, naqd $50 shtrafi bor. Har kuni tasavvur qiling, 360 kun, qaysi kuni kech qolsa $50 shtrafi bor. Shunaqangi rejimdan o'tgan. Biz haqiqatan ham endi haligi o'ta mehribon emasmiz. Bizning o'quvchilarimiz, biznesmenlar 40 ga 50 ga kirgan odamlarni ham konkretno vohla turg'izamiz. Kerak bo'lsa oziydi ular, kerak bo'lsa vес tashiydi yoki boyagi doktor aytgan shakarni yoki boshqa nonlarni tashattirishga biz ham yaxshi gap bilan majbur qilamiz. Doktor Shermatov shular ichida eng zo'r chiqqan liderlardan mana biri. Bekarga Alloh baraka bermadi doktor. Hayotingiz mana oxirgi 1 yil ichida bilinman tam 100 barobar o'zgargan bo'lsa, bu sizni qilgan mehnatingiz ham natijasida doktor. Endi ustoz sizlardan bu biz shuncha aytganingizni qilib turdik. O'sha qil dedingiz, qildik. Qil bu yoqqa o'tir dedingiz, o'tirdik, tur dedingiz, turdik. Faqatgina ko'pchilik odamlar natijani birdan kutadi-da. Birdan kutadi. Haligi o'zini o'zgartirmay, o'ylamaydiki, men hali tayyormanmi yoki yo'qmi? Balki men tayyor emasdirman deb o'ylamaydida. Bu bo'lmayapti deydi. Yo'q. Siz tayyormisiz deb o'ylab ko'rish kerak-da. Shunga siz tayyormisiz hozir? Siz tayyor bo'lmasangiz berilmaydi u narsa. U qonuniyat shunaqa ekanda. Men oldin o'ylardim-da, men nima xo'p tayyor bo'lishim uchun nima men tappa tayyorman, men xohlayapman-ku derdim-da. Shunaqa nimalar bo'lganda. Bizga oldingi ustozlar ham aytadi, agar sen qachon hayoting tayyor bo'lsa, sen tayyor bo'lsang, hali general tayyor bo'lsa askar keladi degan narsa bo'lardi. Keyin yana o'qidimki, sen tayyor bo'lsang, shogird tayyor bo'lsa ustoz keladi. Men o'yladim, shogird men toppa tayyorman-ku. Yo'q, tayyor bo'lish uchun unaqa qilish kerak emas ekan. Tayyor bo'lish uchun ustozning oldiga bundoq sekindan pastroq tushib, ustoz bizni o'qiting, biz shu o'qigani kelyapmiz, nima desangiz qilamiz deyish kerak ekanda. U nimada bu ana undan keyin amal bo'lar ekan. Haligi shu men ustozlarga ko'p yaqinlashib ketishni xohlamay qolaman ba'zi. Nega? Ustozlarni haligi ko'p yaqinlashib ketaversangiz, ba'zi aytganlarida haligi odamda bar bo'ladi-da, ba'zi sal kamchiligi boshqasi bo'ladigan universal odam yo'q endi. Ana unday odamning oldida sal pog'ona tushib qolmasligi uchun men shu ustoz uzoqroq turaman, shu ustozni yaqinlashib ketib qolmayin. Chunki nega? O'sha ustoz aytgan gapga amal qilishlik uchun. Demak, agarda men shu ustoz aytgan narsa amal qilsam, unda o'saman men. Nega? Siz 10 yil, 15 yil o'qigansiz shu narsani shu xulosaga kelish uchun o'qigansiz. Meni mana shu xulosaga kelishga 20 yil vaqtim ketdi-da. Yo'q, universitetda 10 yil o'qidim. Mana bu yoqqa 10 yil vaqtim ketdi, 20 yildan ortiq vaqtim ketdi. Shuncha vaqtni yana bir odam yo'qotish kerak emas. U odam tinchgina kelish kerak-da. Shunday ustozni ushlash kerak. Ustoz, bizga yordam bering. Biz shunaqa maqsadimiz bor. Endi ustaning ham ustasi bor. Har bir sohaning ustasi bor. Tibbiyotda ham usta bor. Biznesda ham usta bor. Usta boshqa, ustoz boshqa. Haligi usta biladi u nimani qanday qilish kerak. Qayeriga bir urish kerak-da. Haligi bitta gap bor, haligi bitta mashina buzilib qolsa, u yog'iga aylanib o'tibdi, bu yog'iga 99 ta usta kelibdi, hech qaysi to'g'rilamay, keyin bittasi kelib qolibdi. Bittasi kelibdi, haligi bunday aylanibdi, unday aylanibdi, keyin bunda bitta joyini topib, bolg'achasi bilan tirsa turib urgan ekan, mashina yurib ketib qolibdi. Undan keyin haligi 99 tasi hammasi 10 so'm olsa, bu 100 so'm olayotganmish. Nega buni 100 so'm olyapsan desa, men ana shu 10 so'm ham kelib ketganimman. 90 so'm bo'lsa, mana qayerga tirs etib urishni bilganimda. Usta shunday bo'lar ekan. Ya'ni haqiqiy ustoz qayrigingizga urishni bilar ekan. Shuni urar ekan, bo'ldi. U keyin chop ketaverar ekan. Haligi
haqiqiy usta bo'lmagan odam hammangizga urar ekan. Mana shuni hammaga massaj chiqar ekan, qayeringizda nuqta borligini topolmay bizni davolashimiz shunday ustoz. Haligi biz ba'zi nuqtalarni bilamizda, shu nuqtalar shunday bossangiz davleniya tushadi yoki shunday davolasangiz og'riq qoladi. Keyin aytadi, hamma joy massaj qildim, bunday massaj ko'rmadim. Biz shu nuqtasini o'rgatamiz, shu nuqta borda. Haligi shu svetni yoqish uchun bitta nuqta bor. Shuncha xonani paypaslab chiqish kerak emas. Shu bitta nuqta shunday bosish kerak. Ustoz ana shu nuqtani bilar ekan. Har bitta odamning nuqtasini bilib qarab turar ekan. Demak, mana shu nuqtasi. Shunday bosing, o'zi chopib ketib qolaverar ekan. Ana shuning uchun bizning nuqtamizni topganimiz uchun, shu biz shuni bosib o'rganimiz uchun rahmat ustoz. Haligi biz odamlarga ham shu nuqtasini bor, har bitta odamda bor. Shu ichidagi doktorniki ham bor. Shu nuqtani shunday bossa ichidagi doktor uyg'onib qoladi o'zi. Faqat shu odamlar harakat qilish kerakki, shu nuqtasini topishga yoki bo'lmasam shu nuqtasini bilishga, ana shu nuqtasini qilishga biz shunga instrument beramiz yoki qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak, nimani qilishlik kerak. O'shanda odamlar o'z-o'zini tuzalib qolaveradi. Ko'p pul kerak emas, sog'lom bo'lish uchun ko'p yoki bo'lmasam puli yo'q bo'lib qolish kerak emas. Oddiy narsalar, oddiy ishlar, oddiy amallar amal qilgan tuzalaverar ekan. Mayli, biz ham yordam beramiz. Og'irlarga yordam beramiz, chunki ular bal qila olmaydi. Tushkunlarga tushib qolgan yordam beramiz yoki bo'lmasam sal qiyinroq bo'lsa yordam beramiz. Bizning ishimiz shu. Faqatgina odamlar bizda 50% o'zlarida 50%ni tushunish kerak. Ya'ni masalan men hozir mana siz bizga aytdingiz, biz shuni qildik. Biz ham aytdikmi, ular qilishi kerak-da. O'qimasa qanaqa qilib uning tanasini men boshqara olaman-da? U o'zining tanasini o'zi boshqaradi hozir. Ana shu odamlar o'zi uchun o'zi qilishligi kerak. U odam tushunish kerakki, o'zi amal qilsa, bu tana shunday o'zgaradi keyin. Amal qilgandan keyin tuzaladi. U odam tuzal demasa hali aytdik-ku, ko'zingizga qon kelmasa ham qon kelyapti. Hozir men qon kel demayapman, o'zi kelyapti-ku. Ko'zimni ko'r demasam ko'ryapti-ku shu. Bu xotira o'zi bosh ishlayapti. Yoki sochimga, tirnog'imga o's, hammang o's demayman. O'zi o'saveradi ular. Chunki nimaga ichkarida sistema bor-da. Eng mukammal sistema ishlab turibdi. Yoki o'zim yuragimga aytmayapman, 80 ta o'rbiga 74 demayapman. O'zi uryapti u. Chunki hammasi kodlashtirib qo'yilgan. Eng mukammal kod. Sifralarni tashlangan. Endi hujayraning ichida shunaqa denga erenka degan narsa borki, bizning qoshimning shunaqa bo'lishi, burnim, ko'zimning shunaqa bo'lishi hammasi informatsiyani kodlab tashlangan. Shu kod hammasi bizdan so'ramasdan qilinyapti. Qanday qilinyapti u? Biz uni bilmaymiz. U o'zi shu ichkarida sistema bilan qilinadi. Shunchalik aniqki, hali shunaqa kodlashtirilgan sistema topilgani yo'q odamlar. Shuncha zo'r bo'ldik, rivojlandi, zo'r bo'ldik, bu sun'iy intellekt chiqdi, bu qila olayotgani yo'q. Lekin mukammal sistema odam yaratilib qo'yilgan shu. Ichidagi sistemasi bor uni. O'sha oqsiligacha, yog'igacha, uglevodigacha, hujayragacha, sochigacha, tukigacha, hatto qo'lining mana yerdagi bujur joyigacha to'g'rilab qo'yilgan. Nega? Bu shunchalik mukammal sistema qilinganda. Bizda har bitta sistema bor, faqat uni ishlatish odamning o'ziga qoldi. Hech kim agarda biron bitta kasal, haligi, "Voy, men kasal bo'ldim" desa, Alloh taolo aytganki, bilmasang bilgandan so'ravor degan. Ya'ni kasal bo'lib yuraver demagan bizdan. Shuni ham javobini aytib qo'yganda, masalan, bitta odam qiynalyaptimi, kasal bo'lyaptimi, shu odam so'rash kerak, "Voy, kenglar, men qanday qilib sog'lom bo'lay? Nima qilsam sog'lom bo'laman?" Bilsam, bilmasayotgan bo'lsa, bilgandan so'rab borish kerak. Biz shuni mana aytayapmiz. Rahmat, mana shunday qilyapmiz. Masalan, sizni ham bizning oldingi holatimiz, biznesdan oldingi haligi sizgacha kelgan ishimizda qurib o'tirganmiz, bunday qilib, hammasi yaxshi ketadi. Ha, niyatimiz yaxshi, niyatimiz zo'r. Biz zo'r niyat qilyapmiz, ha. Ertaga uchib ketib qolamiz, ha, uchamiz. O'tirganmizda. Lekin bilmaganmizki, shuni amal qilishimiz kerakligini bilmaganmizda. Agar odamlar masalan, ular ham hammasi, demak, men amal qilishim kerak. Bugundan boshlab kutish kerak emas. Ertan qilaman, indin qilaman yoki ertadan uni kerak emas. Hozir qilish kerak. Bugundan boshlash kerak. Nimani? Hozir aytdik hammasini. Yo'q, boshqa yo'llardan aytyapmiz. Ana shundan keyin o'zgaradi. Men masalan, biron bitta narsani eshitsam, men to'g'risi hech qachon kutmaganman. Shunday kallamda aylantirib o'tirib, men hozir bugundan boshladim o'zim. Buni qilaman, bunday qilaman. Men ertaga bunaqa qilaman. Shuni qanday qilib hayotimga kirgizsam bo'ladi? Yoki nima qilsam bo'ladi? Ana shunday ishlaganman. Doimo shunday bilmayman, o'zi xarakter bo'lsa kerak bu. Ya'ni men masalan, siz biron bitta narsani aytsangiz, aytishingizni oldin men o'ylardim. Masalan, biron bitta narsani qo'ysangiz, demak men aniq qilishim kerak. Bunday qilishim, bunaqa qilishim kerak. Ana shunda ish beradi. Bizni ko'rib o'tirgan tomoshabinlar, boshqalar ham ular ham kutib o'tirish kerak emas. Birinchisi, shunda qiynalib yurganlar ko'p-da. Qiynalib yurgan ko'pmi? Bu yoqqa kel, mana uni eshitib olgin. Hech bo'lmasa foyda tegadi. Hech bo'lmasa ki, mana uni eshitib olgin, foyda tegadi deb ayta olishimiz kerak. Ilm tarqalishi ham shu ham savobga sherik bo'lib qoladi. Masalan, hozir siz mendan shu narsalarni so'radingiz, hali aytdingiz-ku, doktorsiz ham sog'lom bo'lish mumkinmi? Hech qanaqa doktorga bormasdan sog'lom yursa bo'ladi. Masalan, siz yuribsiz-ku.
Siz nega yuribsiz? Sizning yoshingizda haligi ba'zilar keladi, kasal bo'lib yotibdi. Biz yuribmiz-ku, doktorga borayotganimiz yo'q-ku. Nima? Bizda shuning ilmi bor. Sizda shuning ilmi bor, sog'lom yurishning, bizda shuning ilmi bor. Demak, yana kimdir shu ilmini shunday olib qo'llasin, sog'lom bo'lib qolaveradi. Ular aynan doktorxonaga borish shart emas. yoki bo'lmasam kasalxonaga borib dori pacha-pacha dori ichish kerak emas. Ana shuni qilish kerak, amal qilish kerak. Ana shundagina odam hamma narsa o'zgaradi. Hamma. Faqat odam ichidan o'zgarish kerak ekan. Ha, mana doktor Shermatov bitta savolda sizga. Mana siz institutda o'qigan, oliy ma'lumotli, tembul o'z o'qituvchi, siz bir umrini bilimga sarflagan insonsizda. Men hali bu savolni sizga bermadim-da. Nima uchun aynan siz Ilhom Begimqulovni tanladingiz? Nima uchun menga keldingiz siz? Haligi aytdimki, haligi birinchi zo'r-zo'rlarning videolarini ko'rib chiqqanman. Haligi Yevropa novlardagilar videolarni ko'rib yurardim. Keyin u yerda shunday bittasi aytdiki, mening bitta darsim $50,000 dedi. Iya, uncha pulim qayerda bor mening endi? U hayron qoldim. Men bunga qaytib borar ekanman. U ingliz tilida gapirayotgan bo'lsa, ingliz tilini bilmasam buni. Keyin u shunday qilsam, nastavnik deb aytib qolishdiki, o'shaning shogirdi dedi. Iya, mana sen nastavnik bo'lar. Ruschani sal-sal tushunaman. Keyin shu yerda o'tirib qolsam, qarasamki, Ilhom Begimqulov shu narsani shogird ekan. Mana bor ekan-ku. Ana undan keyin yana bitta narsani anaqa qilganman. O'sha shularning shogirdi birinchi shogirdga o'qib olayin, ular qochmaydi deganman. Ularga borganimcha birinchi zinani bosayin, undan keyin sekin bosib ketaveraman deb. Ana shunaqa maqsad qo'yganman. Ya'ni shuncha imkoniyatim yo'q edi menda. Hali $50,000 to'lash, buncha pul yo'q edi menda. U nastavnikka bo'lsam, uni 7,000, 8,000, 10,000 uncha ham pulim bo'lmagan menda. Lekin sizga juda qulay bo'lganda bizga har tomondan qulay. Iqtisodiy tomondan ham qulay. Keyin siz sodda tushuntirasiz, haligi dehqonchasiga deysiz, ya'ni shu dehqoncha. Buni bunday qil, buni bunday qil. Amal bor, amalda ko'rish bor. Masalan, boshqalarda buncha ko'rmaganman-da. Sizning nima yeyishingizni, nima ichishingizni, qachon turishingiz, qachon yotishingiz ular ishi yo'q. Qilsang qilasan, qilmasang o'zi uchun deydigan odamlar. Lekin siz bunday qilmaysiz-da. Voy, buni qiling. Mana buni qiling. Jon kuydirasiz. Ana shu tomon. Ana yana bitta yaxshi tomoni, siz qo'lidan ushlab bunda odamni olib yurasiz. Mana bu yoqqa yur. Bu yoqqa yur, bu yoqqa tur. Bu yoqqa yur, bu yoqqa tur. Ishoning, agarda shu haligi ertalabki novlarimiz bo'lmaganda men bunday qila olmasdim deb o'ylayman. Chunki haligi bu oson bo'lmagan, menga yoqmagan, nafsimga har kuni ertalab turish menga yoqmasdi. Lekin sizdan keyin men hozir yuramanda, odat bo'lib, robot bo'lib qoldim. Shunday ko'z ochamiz, ketdim men. Qayerga paxotga qilishim kerak. Nimaga? Har shuni o'rganib qolding. U oddiy hol bo'lib qoldi endi. Haligi shuning uchun hamki sizdagi natija soddalik, oddiylik, har tomonlama qulaylik uchun qilganmiz buni. Ya'ni men o'sha paytda qila olganman shuni. Endi o'shani qilganimdan keyin ham haligi yana bitta narsa, natijani shunday ko'rsatib berasiz. Mana natija. Mana natija. Ana shuning uchun bizga juda qulay bo'lgan. O'sha yana bitta yaxshi tomoningiz doim o'qitasiz. Majburlab bo'lsa ham, boshqa qilsa ham doim o'qitasiz. Doim o'qi deysiz. O'qi. Men haligi boshqa ustozlarni ko'rmaganman. Haligi bitirganingdan keyin ham o'qish ba'zi joylarda faqat pul berasiz, o'qimasangiz ham shunday diplomingizni oyoqlab bo'lmaydi bizga. Sizda unaqa yo'q. Hali prezident aytganki, bizga diplomlar emas, haqiqiy odamlar, mutaxassis kerak. Siz haqiqiy mutaxassis tayyorlaysiz. Bizga diplom deb berib, mana diplom demaysiz. Sizni amalga oshirib, natijani ko'rsatib, mana ko'rdingmi, ana o'sdingmi, o'zgarding. Ana endi mana diplom deysizda. Ana shu tomonlar bizga qulay tushganda ustoz. Xo'p, o'sha payti kelibsiz. O'sha payti demak, haligi chet ellik $50,000 o'qiy olmabsiz-da, bizga kelibsiz. Bizniki birinchidan budjetli bo'pti, ikkinchidan oddiy, sodda bo'pti. Qabul. Hozir soqqangiz katta-ku. Hozir soqqa bor-ku. Realni hozir bor, imkoniyatingiz bor. Nima uchun ketmayapsiz? Hali ham biz bilan yuribsiz. Xo'p, 1 yil o'qibsiz, 100 baravar bo'libsiz. Ketarsiz balki. Qalay ketmayapsiz? Sabab nimada? Endi ustoz, bitta tomoni sizda haligi har xil sohalarda o'rganib birinchi tajribangiz yaxshi. Masalan, men hozir o'rgansam tibbiyotda o'rganaman-da. Men hozir masalan bo'sh vaqtimni qayta davolay deb o'ylayman. Lekin siz boshqa sizdagidek bu sistemani, strategiya boshqa narsani unchalik tushuna olmayman. Yana bitta yaxshi tomoni, siz shunaqa qilyapsizki, biz rivojlanganimiz sayin siz ham rivojlanib ketib boryapsiz. Siz agar to'xtab tursangiz-chi, men keyin boshqa joyga ketib qolsam-da. Ya'ni ustoz o'savergandan keyin biz o'zi yetayin deb harakat qilamiz. Masalan, hozir ham ba'zi narsalar bilganimizni hali hamma narsani qila olmadik-da. Hamma narsani siz aytgan darajada qilganimiz yo'q. Shunday ham bo'lib yotibdi. Lekin bu siz aytgandek darajada qila olmasak ham hali qilishimiz kerak bo'lgan joylarimiz ko'p-da. O'shaning uchun yana bitta narsa,
shunchalik shogirdlaringizni haligi ko'pligi bu yerda haligi turli xil davlatdan kelgan odamlar ham borda. Masalan, Qozog'iston bilan juda ko'p odamlar bilan tanishganman. Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan men o'zi Tojikistonga chiqmaganman. Lekin shu sizning darsingizda tanishdimda. Qozoqqa chiqmaganman hech qachon, lekin sizning darsingizda tanishyapman. Turkmanga chiqmadim, lekin shu yerda ko'rdim. Mana shunaqa muhit boshqachada. Haligi ustozlarning gapi borda, sho'r botiring bo'g'in kelsa, sho'r botiring ichiga tushgin deb. Shu muhit bo'lgani uchun biz shu yerga tushyapmiz. Masalan, o'tgan kuni ham darsimiz bo'ldi, zo'r. Nega? Shunaqa muhitli odamlar ichida turganingizdan keyin shunday bo'lib qolaverar ekansiz. O'shaning uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Negaki siz va ustozimiz, ustoz bo'lish oson emas. To'g'risi men dars berganman. O'qimaydi, talabalarimiz bo'lganda endi voy o'qimaydi, uxlaydi ya. Ana shunaqa qilib bo'lganda. Endi hamma ham haqiqiy talaba bo'lmas ekan. Hamma ham unov bo'lmas ekan. Hamma ham o'qib ketmas ekan. Lekin sizning oldingizga tanlangan odamlar ekan. Tanlanib qolganlar qolar ekan. Hali o'qiyman deganlar ana shularning ichiga biz ham qo'shib qo'ydingiz. Endi biz ham mana shu majbur bo'ldikki shuni o'qishga. Hozir Majbur bo'ldik. endi Aytdim, hali majbur qilmasangiz odam bo'lmas ekan, nafsga yoqmaydi bu. Masalan, hozir bitta odamga mana shuni qil desangiz yoqmaydi-da. Nega? U oddiy eski hayotga o'rganib qolganda. Biz ham hozir shu Toshkentga kelib shuncha odamlarni xalqimiz majbur qildi bizni ham. Ey, Toshkentga qachon ochasizlar, qachon qilasiz? Siz ham aytdingiz, shu yerga ochmasalar bo'lmaydi. 1400 kilometr Qirg'izda u yoqqa borib yotdi, Qozoqda u yoqqa borib yotdi. Qiynalyapti. Kasal odam buncha qiynalami? Nega och bundan ko'ra? Majbur bo'ldik ochishga. Shu xalqimiz mayli shu yerga. Hozir masalan 3 kun bu yerdaman, 3 kun u yoqdaman. Bunday. Bizga ham oson emas, lekin shu xalqqa yordamimiz tegadi, mayli qilib turaylik. Qachondir shogirdlarimiz yetildi, shuning uchun siz majburdan qildirasizki, bizga nafsing qanaqa deb o'ylamaysiz yoki qilasizmi, qilmaysizmi deb o'ylamaysiz. Shu qilish kerakmi, shuni qilish kerak. Tupa qil, bo'ldi, boshqa ishimiz bo'lmasin deysiz. Ana shu tomonlar bizga yoqqanda, ya'ni ustoz shogirdni intizomsizligi sababli qobiliyati chiqmayotgan bo'lsa, intizomga o'rgatar ekan. Mana shu intizom bo'lmasa, hech qachon maqsadga yetib bo'lmas ekan. Shu intizomga o'rgatib berdingiz. Ya'ni bizga intizomda, masalan, hozir shu bizni ko'rib turgan mijozlar ham yoki bo'lmasa teletomoshabinlar ham ishoning intizomi bo'lmasa hech narsa erishmaydi. Har bitta narsaning o'zining qonun qoidasi yo'li bo'lar ekan. Shu yo'ldan yurmagan odam hech narsaga erishmaydi. Ya'ni ko'pchilik, masalan, sizning ham shogirdlaringiz bor, o'quvchi ko'ryapman, 2000 dan ortiq odam o'qib yotibdi. Ular ham siz aytgan yo'ldan yurmasa, ishoning hech narsa bo'lmaydi. U odam yurish kerak-da. Siz yurib qo'ydingiz. Siz endi yo'l ko'rsatyapsiz. Bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa yuramiz. Bo'ldi, shu yoqqa yurish kerak ekan. Bu yoqqa yurmagan, to'xtanglar. Bu yoqda jarlik bor ekan. Shunday qilish kerak ular. Ana shundagina, masalan, men ham shu oldimga qancha, masalan, minglab, millionlab odamlar kelib yotibdi, bilib yotib tushunyapmiz. Nima xatoligini shundan ko'ryapman-da. Ha, non yegan odam mazasi yo'q. Non yemagan odam yaxshi. Ha, demak, keyin non yemaylik. Men o'z-o'zimni aytmayapman. Yoki bo'lmasa haligi gazli ichimlik, rangli ichimlik ichganning mazasi yo'q. Keyin shuni ichmaylik. Yoki bo'lmasa kechqurun ovqat yegan mazasi yo'q. Keyin shuni yemaylik. Men o'z-o'zimni aytmayman. Men tajriba tibbiyotni amaldagi vrachman, amalda qilaman. Men shunchaki gapirib qo'ymayman. Gapirdim, shuni qilishga harakat qilaman. Mana buni. Xuddi shunday siz ham amaldagi ustozsizda. Aytasiz, keyin qilasiz. Mana buni qilamiz deysizmi? Bir oydan keyin shuni ko'rsaki qilib o'tiribsiz. Aytgan gapining ustidan chiqqan odamga erishasiz-da. Amal bo'lmasa kimga erishasiz? Masalan, menim hozir odamlarga ovqat yemanglar degan qornim muncha bo'lsa, hech kim menga ergashmaydi. Nega? Chunki o'zim amal qilmasam nima qiladi odamlar menga ergashibdi? Chunki amal qildim, men shuni bilaman, qanday qilish kerakligini bilaman. Hozir mana shu qorinni qanday yo'qotish kerak, yoki qanday to'g'ri ovqatlanish kerak. Nima qilsa shu odam dori ichmaydi. Chunki men hozir dori ichmayapman-ku, mana shu yuribman-ku. Demak, shu odamlar ham shunday qilsak bo'ladi. Oldinimizda bizga ham belimiz og'rigandir, bizni boshimiz og'rigandir. Ana shular to'g'ri chiqqandan keyin mana shunday narsa. O'shaning uchun siz ham oldin sizda ham tushkunlik davrlar bo'lgan. Masalan, biznesda qanday muvaffaqiyatsizlik bo'lgandir, tushkunlik davrlar zina chiqib kelib, ana uni katta muvaffaqiyatga erishishingizga ham nechada yil ketdi-da. Ana shuni ochiq oydin aytasiz, ochiq oydin. Mana buni qil, buni qilma. Nima uchun birinchidan sizni tanladik? Ya'ni aynan shu Ilhom Begimqulovni tanlaganmiz. Birinchidan sizda 2000 dan ortiq turli xil soha vakillari bor. Aniq, masalan, vrachchi ham bor, uning ichida quruvchisi ham bor, yoki bo'lmasa boshqa ishlab chiqaruvchisi ham, zavodi ham bor, har xil odamlar bor. Ulardan keyin aniq natijasini ko'rganim uchun, masalan, hozir mana bitta men emas, sizning yaxshi shogirdlaringiz juda ko'pda. Aynan shularni natija ko'rayotganligim uchun. Ularda keyin real natijasini hammasida bo'layotgani uchun men aynan sizda shu Ilhom Begimqulov yoki bo'lmasa Real Business akademiyasini tanlaganmizda. Ha, mana hozir shuncha suhbatimizdan tushunyapman-da, doktor Shermatov. Balki
mana shu hammamiz aptekaga kirib ketganimiz, aptekada umuman ichimiz apteka bo'lib qolganini, balki haligi baliq boshidan deydi-yu, xuddi shundoq bo'lib turib, balki biz tibbiyotni to'g'irlashimiz kerakdir. Balki odamlarga o'sha faqat dori-darmon bilan emas, balki tabiiy sohalarni ham o'rgatib, o'sha toshmiyni to'g'irlash kerakdir balki boshini. Bilasizmi ustoz, buni bir necha yil oldin shu Termiz filiali ochilgan vaqtda men o'sha tomonda qilib o'qishga ishga kirishimdan oldin o'qishda shunday qildiki, prezidentimiz borib Termiz meditsina. Toshkent tibbiyot akademiyasining Termiz filialiga, menimcha u Toshkent tibbiyot akademiyasining Toshkentdan filialiga aynan tibbiy yo'nalishni kiritib qo'yishgan. Ya'ni hozir bizning ba'zi shogirdlarimiz shunda o'qishib, shuni bitirishdi. Ya'ni hammani dori bilan davolama dedi. Ya'ni oldindan o'zi prezidentimiz doim aytayapti, "Ey, haligi bemorga, mijozga yoki bo'lmasa shu kasalga tushuntir, to'g'ri ovqatlantirsin, ertalab yursin." Biz hozir aytganimizni prezident bir necha marta aytdi. Ha deb dori yozma deyapti. Ha deb antibiotik qilma, falon puli narsani qilma deyapti. Shu qilma degandan keyin ham shu vrachlarimiz shu sohaga hali bor. Lekin u talabalarimiz bilasizmi nima qiladi? Haligi ko'radi, bu yoqda ham apteka, bu yoqda ham dori, bu yoqda ham hamma har xil narsa yozyapti-ku. Ular kelajakni ko'ra olmaydi. Demak, men kelajakda qayerda ish topaman? Dedi-da, bizni o'qitganmiz shuni talabalarda. "Voy, zo'r soha, qil" desa, "Ustoz, qayerga ishlayman kelajakda" deydi. "Voy, nimaga? Tabiiy davolaymiz, buni qilamiz buni. Hech qayerda ish yo'q-ku bizga." Yo'q, ish o'rni yaratasan. Ana shunaqada, ya'ni bizni o'zi tibbiyotni o'zgartirib boshladi. Shu prezidentimiz bir necha yil oldin bu ishlarni qildi. Mana hozirdan bizni professorlar bor, ular ham tabiiy yo'lda davolashga harakat qilib yotibdi. Harakat qilib rivojlantirishga. Shuni xalqimiz bilishi kerak. Demak, bekorga shular haligi tabiiy yo'l bilan davolashga harakat qilmayapti. Chunki bizim prezident o'zi aytib qo'ydi bizga. Shuni haligi faqatgina juda yuqori bosim hozir dori bilan davolovchi. Juda yuqori bosim. Masalan, 400 ta talaba kiradigan bo'lsa, shunda 40 tasi tabiiy davolovchi. Qolgani shu 400 dan qolgani haligi 360 tasi ximikat. Undagi bosim qayerda bo'ladi? Bosim shu yerda bo'ladi-da. O'shaning uchun masalan, men haligi ximiyo bilan davolovchi yoki sizda ximiyo bilan davolovchi odamlar yomon ko'rish kerak emas. Bu davlat sekin-sekin shuni o'zi aytayapti. "Oy, shu tabiiyga o'tinglar. Biz ham buni aptekani kamaytiraylik. Buni dorini yozmaylik." Yana bitta narsa bor, masalan, ba'zi bitta ota-onalarimizni biz ko'pincha yaxshi ko'ramiz endi. Nima? Haligi pulni topdi, biznesmen topgandan keyin ota-onasini sayohatga olib borgisi keladi, yaxshi ovqat yedirgisi keladi, yaxshi narsa olib bergisi keladi. Qachon ota-onangiz yaxshi ovqat yeydi desangiz, sog'lom bo'lsa yeydi-da. Yoki bo'lmasa davlengiz joyida bo'lsa yeydi, yoki oshqozoni yaxshi bo'lsa yeydi. Ko'p pulingiz bo'lsa hech qayerga ovqatni yerilmaydi. Uni nima qilish kerak desa, uni ichidagi doktorni tezgina uyg'otish kerak-da, shu ovqatni sekin-sekin berishlik kerak. Ilmsizlik bilan odam o'ldiramiz degan yoki bo'lmasa yaqinlarimizni ilmsizlik bilan qilgan yaxshilik o'ldiradi degan tushuncham bor meni. Negaki, ba'zi bitta odamlar haligi ota-onasiga og'ir ovqat topib keladi, "Yeng, nega yemayapsiz? Yeng, kechasi bo'lsa ham yeng." Mana hozirgina yeyishdi, mana hozir biz aytgan narsani yeyishdi, kechqurun ovqat yeyish kerak emas ekan, olib kelib beradigan odamlar bor. Doktor Shermatov, shuni xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun men savol tariqasida aytsam-da, mana shu pulimiz bor, pul ishlayapmiz, biznesmenmiz yoki boshqa joyda ishlayapmiz. Ota-onalarimiz ko'proq yashashi uchun, umri uzoq bo'lishi uchun, bizni mana sog'ligimizni, baxtimizni ko'rishi uchun, ularning umri uzoq bo'lishi uchun nimalar qilaylik, nimalarga e'tibor beraylik? Birinchi navbatda ustoz hali ilm bilan gapirdik, o'rganishimiz kerakda, kechqurungi ovqat bizga foydami, zararmi? Shu ota-onamizga nima foyda, nima zarar? Mana hozir aytdik, kechqurungi ovqat zarar dedik-a. Ba'zi odamlar kechqurun ishdan kelishadi-da, kechki ishda keladi. Otamga bir yaxshilik, onamga bir yaxshilik qilayin deydi, shashlik ko'tarib keladi. Ota-onasi kelib kutib o'tirib, bolamni ko'ngli og'rimasin, yeb qo'ya qolayin. O'tdi qilib qoladi. Jigar tiqilib qoladi. Keyin haligi nima qiladi? Yegandan keyin uxlash kerak endi, dam olish kerak. Ana ota-onani zaharlab qo'ydik-da. Kim qildi? O'zimiz qildik-ku. Nega? Shuni ichida eshitib o'rmadi-da. Shuni mana biz aytayapmiz, eshitish kerak. Endi yana bittasi bir so'rab qo'yish kerak-da. Onajon yoki otajon, ichingiz qanday? Keldimi yoki yo'qmi? Nima ovqat yeyapsiz? Qanday yeyapsiz? Qachon yeyapsiz? Ichi dam bo'lib yotgan 4 kunda kelmay yotgan odam sog'lom bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa hech bo'lmasa so'rab ko'rish kerak. Haligi doktor o'zi to'g'ri davolayaptimi? Yo to'g'ri davolamayaptimi? U nima beryapti? Ana agarda yana bittasi qachonki xalqimiz hali ota-onamizga to'g'ri ovqatni berishni o'rganar ekanmiz, qachon berishni o'rganar ekanmiz, nima berishni o'rganar ekanmiz, ishoning sog'lom bo'laveradilar. Masalan, 70 yoshda ham yaxshi yurishadi, 80 yoshda ham yaxshi yurishadi. Faqat
pul topdi, ular sog'lom bo'ldi degani emas ekan. Pul topgandan keyin ovqatlanish to'g'irlash kerak ekan, hayot tarzini to'g'irlash kerak, ular ertalab yurish kerak ekan. Ba'zilar haligi dadasi piyoda yursa, dadam piyoda yuribdi, u yoqqa ham mashina, bu yoqqa ham mashina emas ekan. Shu piyoda yurish kerak ekan. Ertalab piyoda yurdirtirish kerak. Masalan, biz hozir yurdiramiz. Yuring deymiz. Har kuni 1 kilometr yuring. Har kuni 2 kilometr yuring. Yurgandan keyin yuraveradi. Yurmay qotirib, haligi yana ba'zilar bo'ladi, dadamga yaxshilik qilaman, onamga yaxshilik qilaman deydi, kelib ayoliga aytadi. Hamma ishni sen qil deydi. Hamma ishni qilgandan keyin dadamning onasi o'tiradi uyda, o'tirgandan keyin beli qotib qolgan. Haligi siz aytardingiz, bo'g'imlar qotib qolgandan keyin xuddi pashimlikka o'xshaydi, zanglab qoladi-da. Bo'g'im zanglab qolgan, bel qotib qolgan, bo'yin qotib qolgan, endi keyin davleniya chiqadi, keyin ves oshib ketib qoladi. O'tirib kasalda. Nima qilishga ularni mayli, bir yaxshi ish qilyaptimi, qilaversin, sekin qilaversin. Onasi bir ish qilyapti, qildiraverish kerak. Dada bir ishni yaxshi qilmoq qilaverish kerak. Yoki sayohatga chiqarish kerak. Piyoda yursa ular, keyin sayohatga chiqargandan keyin hamma yerda mashinada olib yurish kerak emas. Mashinadan tushib, mayli aylansin, 1 kilometr, 2 kilometr, o'shani qilishimiz kerak. Bizda tushunchalar xatoda, haligi kelin hamma ishni qilish kerak, qaynona yotish kerak, o'tirish kerak. Yo'q, unday gap yo'q. Qaynona o'tirdimi qotadi hozir. Beli qotadi, oyog'i qotadi. Hali nabiranimda terbatib o'tiraveradi, sen mayli, nabirangga o'zi qarab turaman, sen bor ishingni qilaver deydi. Ana uni bel qotib qolaveradi. Shuning uchun bitta narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Haligi ota-onalarimiz bizga sog'lom bo'lishlik uchun to'g'ri turmush tarzini o'rganishimiz kerak yoki ularga o'rgatishimiz kerak. O'rgatishlik uchun mana biz qancha videolar chiqarib qo'yapmiz. Juda ko'p yoshi katta onalar, otalar eshityapti shuni. Mana shunday qilishimiz kerak. Ularda bolalar ham eshitib chiqish kerak. Kechqurun ovqatni olib kelmasdan, ertalab olib kelsin, obedda olib kelsin, yoki bo'lmasa shu yengilgina salatli narsalar bersin. Ana shunday qilsak bo'lardi. Doktor Shermatov, bitta savolda mana. Hozirgi paytda mana endi oldingi paytda eshitganmiz biz 70 boy, 80 boy deganlar eshitganmiz-da endi. Yoki 90 boylar eshitganmiz. Hozirgi paytda mana statistikani ko'ryapmiz. 30 yoshda uje haligi kasallik oti nima deyilardi? Bepushtlik paydo bo'libdi, 40 yoshda paydo bo'libdi. Bu hozir juda ham yomon bo'lyapti-da. Juda ham ko'p ajrashishlar shuning orqasidan bo'lyapti ekan. O'zi buni davosi bormi? Bu o'zi bunga o'zi nima sabab va nimalar qilishimiz kerak bundan chiqib ketish uchun? Hozir men hayotiy misol bilan aytsam osonroq tushunishadi. Bir 25 yoshli yigit keldi. 25 yoshli yigitning quvvati yo'q. Bu 60 yoshli odamga o'xshab yotibdi. Nima qildingiz desa, hali biz noto'g'ri degan rangli ichimliklar ichganda, energetik ichgan, boshqani ichgan, zo'r chet elda yurganda, haligi har xil narsa ichavergandan keyin hamma joy tomib qo'ygan. Endi uni o'zi haligi 90 emas, 30 voy ham yo'q endi unda. Nega? Chunki pusht yo'qda, pushtni ketkazadi u narsa. Endi shuni aytsa ko'pchilik yana shuni qilishaveradi-da. Undan keyin yana bitta amaki, insult olgan amakimiz. Insult olgan amakimiz adashmasa 60 yoshda edi. 60 yoshda yarim ishlamay yotibdi. Keyin davolat qildik, harakat qildi, boshqa qildi. Haligi amakimiz "Oy" deb baqiradi, ha. Hali quvvat oshib ketib boryapti dedi. Ana quvvat oshib, ya'ni haligi ayolga yoki bo'lmasa erkaklik quvvati oshib boryapti. Nima? Men uylanaman deydi. Yoki bo'lmasa men nima qilaman? Yoki bo'lmasa o'sha ishlarim kerak. Nimadan desangiz, u ichkarida doktor uyg'ongandan keyin ishlar ekan bu. Yana bitta narsa ko'rib, sochini tagidan qorayib boshladi. O'zi oppoq sochi oqarib yotibdi. Lekin sochlari tagidan qorayib boshlaydi. Nima uchun desangiz, tana ishlab bergan. Mana bugun bitta xolamiz keldi. Shuni bugun xolamiz endi men sochlarini ko'rmadim, faqat bu yerdagi dog'lar shuni yo'qolib qolganda, oq sochning tagidan qora sochini chiqib kelyapti. Xola ham shunaqa. Adashmasam 70 yoshdagi xola shu xolamiz. Nima dedi? Tana yosharyapti-da. Mana qarang qanday qilsa bo'lar ekan buni. Shu ichkaridagi doktorda hamma ham qila olmaydi, qilganda zo'r o'zgarish bo'lyapti. O'shanga yana 60 foyda, 70 foyda ham qilsa bo'ladi. Faqatgina hali aytganimiz o'rganib amal qilishimiz kerak. Haligi biron bitta reklamada bittasi propaganda degan narsani o'rgatganmiz, propaganda qilib haligi mana dorini, mana ichimlikni ich desa, chopib borib ichib ketishimiz kerak emas. Uni sekin o'ylab, haligi fikrlab, shu menga foydami, ertaga kelajagimga foydami, farzandimga foydami, pushtimga foydami, yo'qmi? Fanat bo'lishimiz kerak emas. Haligi birda jildir qilib, shunday gazli suvda qilib, futbol ko'rayotganda shuni bilan zavqlan deb yotsa, shuni zavqlanaverish kerak emas. Haligi ozgina o'zimizni o'ylab ko'rishimiz kerak. Shu foydami bizga, foyda emasmi? Ana shunday yigitni, hali 25 yoshli yigitni shuni davoladik. Bir kun so'ng tuppa-tuzuk bo'lib qoldi, 25 qaytib qoldi joyiga. Qanaqa narsa qilgan. Ana 60 da ham shuni qaytarib qo'ygan, Allohning fazlidan ular yaxshi bo'lib qoldi. Shuning uchun bitta narsani faqat ilm bo'lish kerak va amal bo'lish kerak. Undan keyin 50 boy ham 90 boy ham bo'lsa bo'laveradi. Faqatgina odamlarimiz shuni qilishligi kerak ularda. Joningiz omon bo'lsin. Demak, o'sha boyagi noto'g'ri ovqatlanishga yana qaytamiz yoki o'sha noto'g'ri napitklar ichishga qaytamiz. Agar bu narsalarni to'xtatsak,
bizda ham bo'ladi demak 50 oy yoki 90 oylar. Bu juda oson ustoz. Bu juda oddiy. Hali faqat odamni qilish kerakda. Hali biz aytayotgan narsa u katta narsa aytmadik-ku. Oddiy narsa. Suv iching dedik. Yoki bo'lmasam haligi ovqat to'g'rilang dedik, kamroq yeng dedik, ertalab yeng, ertalab kechqurun yemang dedik. Shu narsalar, boshqa narsa emas o'zi bu yerda. Doktor Shermatov, men bugungi kundan juda ham xursand bo'ldim. Siz aytayotgan narsalarni xalqimiz, nafaqat bizning xalqimiz, balki o'sha bizni o'zbek tilini tushunadigan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yoki Turkmaniston, mana Rossiyada yurgan qancha insonlarimiz bor. Hamma o'qib, o'rganib, amalda qo'llasa, juda ham yaxshi natijaga erishadi. Agar xo'p desangiz, men yordamchilarimizga aytaman, sizni men imенно doktor Shermatovga murojaat qilgisi kelganlarga raqamlaringizni aytib pastga o'sha kommentariyga yozib qo'ysak, bu juda ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladi. Men tushundim, siz kelmasin, uyda davolansin deyapsiz, lekin baribir endi uyda davolana olmaydiganlar bo'lishi mumkin yoki baribir bir martaga men ko'ray bu doktor Shermatovni deydiganlar bo'lsa, agar shu murojaat qilishsa, vaqt ajratsangiz xursand bo'lamiz. Doktor Shermatov. Bu bir. Ikkinchisi, hurmatli obunachilar, men O'zbekistondagi yagona bo'lgan vatanni haqiqatdan ham faqatgina apteka bilan emas, balki sog'lom turmush tarzi bilan rivojlantirishni xohlagan ichki shifokorni turg'izib, odamlarimiz 50-60 ta emas, balki 90-100 ga kirsin degan insonlardan biri bilan o'tiribman. Qaysi savollarni men bermadim? Kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa u savollarga ham keyingi safarga imkoniyat darajasida javob olamiz. Rahmat. Bitta narsa aytmoqchi edim ustoz. Masalan, biz hozir tibbiyot haqida gaplashdik-da. Bu yerda sizning rolingiz juda katta-da. Ya'ni sizni bizga hali aytdimki, sochilib yotgan mashina bo'lganmiz. Biz hamma sochib qo'qib yotganmiz. Siz bizni shunday jam qilib, shunday yurgizib yuborgan odamsiz. Shu Real Business Akademiyasida sizning missiyangiz kattaki, butun SNG yoki dunyo bo'yicha o'sha odamlarni ilm berishdi, sizga ham ilm berishdi. Bizniki qaysi bir tomondan ilm berish, sizga boshqa tomon. Shuning uchun men odamlarga men hayotimda o'zgargani uchun ham hayotimda o'zgarishga sizning rolingiz juda katta bo'lgani uchun ham bemalol qiynalib yurgan odamlar borda. Qayerlarda ishini topolmay, qayerlarga bosh suqishni bilmay, haligi birovning borib ko'chasini supurib boshqa qilib yurgan odamlarimiz borda. Shunaqa odamlarga aytamanki, bu ustoz masalan sizni bemalol tavsiya qila olamiz. Nega? Chunki men shu yo'lni ko'rdim. Shu yo'lda yashadimda. Shu siz aytgan yo'llar bilan yashaganim uchun ham boshida o'tkazgan tabib degan narsa bor. Xuddi shunaqa bemalol taklif qila olamiz, ayta olamiz. Ular har yerga borib yurmasin. Unga borib, bunga borib, qanday bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Shunday qaror qabul qilish kerak. Qachon qabul? Hozir qaror qabul qilish kerak. Bo'ldi, men o'saman. Men rivojlanaman. Ustoz qayerda? Mana ustozlar bor. O'shanaqalarda men bemalol aytalardimki, shu qiynalib mardikorchilikda yurmasin hamma. Ular ham ish o'rni yaratsin. Ular ham qilsin. Shuning uchun sizga minnatdorchilik bildiraman, aynan bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun. Chunki bilaman vaqtingizni olish oson bo'lmadi sizning, chunki biz ustoz iltimos deb aytganmiz, chunki juda ko'pchilik odamlarga ilm berasiz. Juda ko'pchilik odamlar o'qityapsiz. Shu odamlarda sizni agarda kelajakdagi sizning ishingizni ham yoki siz berayotgan yo'nalishni ham rivojlantirsak, ishoning shunday zarur rivojlanib ketib qolamiz. Chunki har bitta davlatning rivojlanishi uchun hammaning roli bor. Biznesning ham roli bor, o'qitishning ham roli bor, shifokorning ham roli bor, shofyorning ham roli bor, hammasida roli bor. O'shaning uchun rahmat ustoz, minnatdorman. Aynan shu narsadan vaqt ajratib kelganingiz uchun, bizga shu ilmlarni berganingiz uchun, bizning hayotimizni butunlay o'zgartirishga yordam berganingiz uchun ham minnatdormiz ustoz. Boringizga shukur, katta rahmat. Bugungi suhbatimiz juda ham manfaatli bo'ldi, doktor Shermatov. Sizni erishgan barcha natijalaringiz Allohdan, qilgan mehnatingizni barakasini berdi. O'shaning uchun biz qayerda sababchi bo'lgan bo'lsak, buning uchun biz juda ham xursandmiz. Joningiz omon bo'lsin. Hurmatli tinglovchilar, Alloh ishlaringizga baraka bersin. Nimani tushungan bo'lsalaring kommentariyada yozib ketinglar. Doktor Shermatov bergan bilimlarni amalda qo'llab, natijasini kutamiz sizlardan. Sog' bo'linglar, Alloh ishlaringizga baraka bersin. Joningiz omon bo'lsin. Xush kelibsiz, doktor Shermatov.